Assalomu alaykum. Kelganingiz uchun kattakon rahmat. Mani ismim Behzod Jalilov bo'ladi. Toshkent shahridagi Toshkent Metropolitan Universiteti rahbari bo'laman. Bugungi suhbatda shunaqa qilishimiz kerakki, kelajakda mana shu yili o'quv yilida bizning universitetimizga umuman huquq yo'nalishini tanlamoqchi bo'lgan talabalar uchun ma'lumot bermoqchimiz. Shunga hozir boshlashimizdan oldin birinchi o'zingizni tanishtirib o'tsangiz, o'zingiz haqingizda qayerda bitkazgansiz, ish faoliyatingiz hammasini. Assalomu alaykum. Avvalambor rahmat shunchalik podkastga chaqirganingizga. Xudo xolasa manfaatli bir podkast bo'ladi degan umiddamiz. Hop, ismim Suhrob, familiyam Bobojonov, huquqshunosman. Agar faoliyatimizni boshlaydigan aytib o'tadigan bo'lsak, 2008-yilda Ichki ishlar vazirligi akademiyasini serjantlar tarkibini tayyorlash oliy kursini tugatganman, ko'krak nishoni bilan. Shu 600 ta bola ichida 8 ta bola tugatgan bo'lsak, shular ichida bor edik. Keyin faoliyatimiz davomida 2010-yilda Ichki ishlar vazirligi akademiyasiga ofitserlarni tayyorlaydigan tarkibga kirganmiz va u yerda tergov yo'nalishini tugatganman. 2014-yilda demak tugatgan bo'lsak, tergov sohalarida, keyin rahbar lavozimlarda 100 dan oshiq odamga rahbar bo'lganmiz shu sohada va umuman olganda keyin u yoqdan faoliyatimizni endi fuqarolik ishlarida davom ettiramiz deb ketganmiz ma'lum vaqtlardan keyin. Davlat idoralarida bosh yurist konsult, bir qancha tashkilotlarda yurist, mas'uliyat cheklangan jamiyatlarda bir qancha lavozimlarda ishlaganmiz. Endi qo'limizdan kelgancha savollarga javob berishga harakat qilamiz, ham nazariy, ham amaliy jihatdan harakat qilamiz savollarga javob berishga. Suhrob aka, rahmat kattakon. Agar ruxsat bersangiz Suhrob aka deb aytaman. Men o'zim huquqshunos emasman, lekin nimagadir ko'pchilikni o'ylashi bo'yicha yurist bo'lish uchun faqat yuridika universitetga kirish kerak deb bilganman. Masalan, ko'pchilik shunaqa o'ylasa kerak. Mana siz hozir aytyapsiz, Militsiya akademiyani bitirib, yurist bo'lgansiz. O'zbekistonda qaysi universitetlarga kirib huquqshunos bo'lsa bo'ladi? O'shalarni aytib o'ta olasizmi? Demak, O'zbekiston Respublikasida bir qancha oliy o'quv yurtlari yurisprudensiya yo'nalishi bo'yicha o'qitadi va diplomida yurist deb yoziladi. Bu Ichki ishlar vazirligi akademiyasi, O'zbekiston Toshkent davlat yuridik universiteti, keyin hozirgi paytda huquqni muhofaza qiluvchi akademiya deyiladi, prokuratura akademiyasi deyiladi oddiy tilda, ular beradi. Keyin Milliy xavfsizlik universiteti beradi. Bu davlat demak tashkilotlari, men bilgan davlat tashkilotlari beradi. Endi oldin ko'p edi, demak Angrenda bor edi, pedagogika universiteti bor edi. Keyin boshqa bir qancha Samarqandda bor edi, ular keyinchalik yopilib ketdi. 2013-yilda adashmasam, shu payt yopilib ketdi. Hozirgi paytda mana shu universitetlar diplomida yurisprudensiya deb beradi. Rahmat kattakon. Men bu narsani nimaga aytib o'tmoqchiman? To'g'ri aytyapsiz. Oldin mana aytaylik, faqat davlat universitetlarida shu huquq yo'nalishi bo'lardi va huquqshunos bo'lib chiqa olardingiz. Biza o'tgan yili 24-yilda shu huquq yo'nalishi bo'yicha davlat tomonidan litsenziyani olganmiz va boshqa davlat universitetlaridan farqli tomonlama bizning universitetimizda to'liq ingliz tilida o'tiladi huquqshunoslik. Qabul boshlaganimizdan keyin ko'p ota-onalardan savollar tushgan. Nega sizlar O'zbekistonda joylashib turib, o'sha huquq yo'nalishini faqat ingliz tilida qilyapsizlar? Sizlar chiqazayotgan kadrlar chet el uchunmi? O'shanga meni savolim shuki, umuman, masalan, boshqa yo'nalishlar bo'ladimi? Huquq yo'nalishi bo'ladimi? Huquq o'rganayotgan vaqtingizda tilning ahamiyati qay darajada? Masalan, aytaylik, siz akademiyada boy o'qidim deb aytdingiz. O'sha o'qigan bilimlaringizni kelib chiqib turib, Amerikada, Yevropada shu olgan bilimlaringizni foydalana olasizmi? Xuddi shunaqa bizda turib, ingliz tilida o'qib turib, o'sha xuddi shu o'qigan mavzularingiz deysizmi, shu yo'nalishi bo'yicha mutaxassis bo'lib chiqqaningizdan keyin O'zbekistonda shu bilimlar bilan ishlasa bo'ladimi, yo'qmi? Sizning fikringiz? Bir qancha savollar bo'ldi, shularni birin-ketin javob beraman. Qarang, birinchi o'zi xursand bo'lganim shu xususiy sektor yuridik sohada ta'limni boshlagani bo'ldi. Va ikkinchi xursand bo'lganim ingliz tilida bo'ldi. Men sal uzoqroqdan boshlayman-da, keyin savolingizni qaytamiz. Xo'p, bizda yaqinda bir kino chiqdi Amerikada. O'zbek fohisha qizi Anora degani. Mana shu nima uchun hech bir o'ylaysizmi? Mana qarang, 180 dan oshiq davlatlar bor-da. Nima aynan ular o'zbek millatiga tegib ketadigan yo o'zbek davlatiga dedi. Sababi huquqshunoslar kam bizda. Men shunaqa deb o'ylayman, balkim boshqachadir. Balkim ular yetar. Va ular обратный связь udar bo'lmasligini bildi deb o'ylayman-da. Ya'ni xalqaro huquqshunoslar kamligi uchunmi yoki bizani qaysidir o'sha xalqaro huquqlar bilan, xalqaro munosabatlar bilan mas'ul bo'lgan tashkilotlar huquq sahnasida ularni sudga bermaslik. Endi men o'zimning niyatim bor.
ularni sudga berish hech qo'lim tegmayapti. Hozir ichkarida ham ishlarimiz ko'p. Hozir bo'layotgan o'sha demak insonlarning huquqini himoya qilish bilan bog'liq ishlarimiz juda ham ko'p. Xudo xolasa sal qo'lim bo'shab olsa, albatta o'sha rejissyorni o'zini sudga berish niyatim bordi. Chunki u o'zbek fohisha qizi deyishga haqqi yo'q edi. Bu narsa qonun bilan mumkin emas. Bu xalqaro konvensiyalar bor, xalqaro normalar bor, insonlarning sha'ni, qadr-qimmati va bunaqa milliy etnik jihatdan kamsitilishiga yo'l qo'yilmasdi. O'zbekni eslaydigan juda ko'p narsasi bor va o'sha islom huquqida eng yuqori insonlardan biri bo'lgan Imom al-Buxoriyni yurtiga qarata turib bunaqa fohisha so'zini ishlatib gapirish mumkin emas edi. Va men juda xursand bo'ldim. Ingliz tilida tayyorlangan o'sha demak kelgusida yoshlarimiz bu birinchi boshlanib keyin bo'lmaydi degan hech qanaqa kafolat yo'q-ku. Mabodo bo'lsa, o'sha yerda turib ularga yetarlicha huquq sahnasida javob berib, sudga berib, bir 2-3 million dollar bemalol ulardan nima deydi, 1-2 marta jarima qildirsa, u puli qiziq emas. Uni olib turib o'sha huquqlari poymol bo'lgan insonlarga, o'sha ayollarga tarqatib yuborsa bo'ladi. Gapirmaydigan qilib qo'ya olsa bo'ladi-da. Qonuniy nuqtai nazardan. Birovga sal ovozini qattiq gapira olmaydigan Amerikada turib, qo'rqmasdan turib, davlatda 37 million aholisi bor O'zbekiston degan davlat, umumiy dunyo bo'yicha qarasak 50 milliondan oshiq o'zbek millatiga mansub bo'lgan davlatga qarab, xalqqa qarab turib, shunaqa kino ishlash. Nimaga boshqa millat deytmadi? Mana qarang. Sababi huquqshunoslar kam. Endi nima uchun huquqshunoslar kam desangiz, buni bir qancha sabablari bor. O'sha 2013-yilda yuridik instituti, yuridik universitetga o'zgartirilayotgan bir paytda ko'p institutlar yopib yuborildi. Endi bu kim do'st sifatida qildimi, dushmanlik sifatida qildimi bilmayman. Rahmat, prezidentimiz mana siyosiy irodalari bilan ko'p ta'limga erkinlik berildi va shu erkinlikni men natijasini ko'rib turibman. Nima uchun u bilan hozirgi paytni va 2013 bilan hozirgi prezidentimizni harakatlarini bog'lab turibsiz? Misol uchun hozir buni yaxshi deb turibsiz desangiz, yuridik fakultetlarni yopish tarixda Hindistonda bo'lgan. Bitta joyda Hindistonda bo'lgan. Nima uchun unaqa bo'lgan siz? Angliya davlati Hindistonni mustamlaka qilganda xalq o'z haq-huquqini bilmasin, bosh ko'tarmasin deb turib, hamma yuridik universitetlarni, fakultetlarni yopib yuborib, bitta qoldirgan o'sha yuridik universitet. Nimaga desangiz, o'sha militsiyasi yurist bo'lish kerak. Ushab keladi, yuridik universitetdan chiqqan prokurorlar ayb e'lon qilib sudga chiqaradi va undan chiqqan sudlar o'shani qamaydi deb. Lekin himoya pozitsiyasida boshqa universitetlar yopib tashalgan. O'sha o'zi aslida bu ko'p tarix narsalarni adabiyotlarda keltirilmaydi. O'zimizning tarix o'sha jahon tarixi 8-o'sha payt 7-8-sinflarda bor edi bu. Hozir qolganmi yo'qmi bu ma'lumotlar bilmayman. Biz o'qigan paytimiz bor edi 2000-yillarda. Endi yuridik universitetda bunaqa fakultetlarning ochilishi insonlarning o'zini haq-huquqini bilishiga olib keladi. Bu jamiyatning rivojlanishiga olib keladi. Boyagi masalaga agar u yoqda borib advokatlik qila olaydimi dedingiz-ku, ingliz tilini bilsa bu juda yaxshi. Misol uchun men ham hozir ingliz tilini bilaman, lekin ba'zi bir miqdorda, lekin yana ham yaxshiroq o'rgansam bemalol borib, demak Amerikada yoki boshqa demokratik davlatda huquqshunos bo'lib ishlashim mumkin. Nimaga unaqa deysiz? O'zi dunyo bo'yicha qaraydigan bo'lsak, 3 ta huquq oilasi bor. Bu demokratik huquq oila bor, islom huquq oilasi bor va Afrika huquq oilasi bor. Endi demokratik huquq demak bo'linib ketadi. Anglo-sakson, romano-german bo'lsa, islom huquqi ham shiyalar, sunniylar o'sha bo'linib ketadi. Lekin hammasini asosida, xuddi islom huquqining asosida Qur'on turgan bo'lsa, misol tariqasida asos shundan keyin bo'linib ketsa, demokratik huquqning ham asosida inson huquqlari, tegishli qonunlar turadi. Bizda ham odam o'ldirish, birovni o'g'irlashtirish, bosqinchilik, talonchilik mumkin emas. Amerikada ham xuddi shunaqa. Misol uchun menga ba'zi tashkilotlardan ham takliflar bo'ladi. Xalqaro konferensiyalarda bizani huquqshunosimiz bo'lib Amerikada qatnasha olasizmi, bora olasizmi deydi. Sababi sanksiyalarda farq qilmasa, misol uchun bizda 2 yil bersa, ularda 5 yil berishi mumkin yoki bizda 5 yil bersa, ularda 2 yil berishi mumkin va ba'zi 0.001% da ba'zi shtatlar bilan farq qiladi. Misol uchun bizda LGBT mumkin emas, ularda LGBT ba'zi shtatlarda mumkin, hammasida emas. Misol uchun o'sha joylarda bizda o'lim jazosi taqiqlanadi, Amerikaning o'sha 50 ta shtatidan ba'zi shtatlarda qolgan hali ham. O'sha joyini hisobga olmasak 0.001% farq qiladi demasak, asosi hammasi bir xil.
bemalol O'zbekistonni farqi yo'q, yuridik universitetdami, huquqni muhofaza qiluvchi akademiyadami yoki Ichki ishlar vazirligi akademiyasidami, boshqadami tugatgan bolalar qo'lida diplomida yurist deb yozilganmi, bo'ldi. Bemalol borib u yoqda yurist bo'lib ishlasa bo'ladi. Endi buni yana bitta dalili sifatida mana bizda PhD deymiz. PhD xalqaro hujjat hisoblanadi. Demak, magistraturadan keyin PhD ni yoqlaydi. Qancha PhD yoqlagan bolalarimiz, qizlarimiz bor, misolchi. Ular bemalol borib Yaponiyada, Koreyada, Amerikada, Angliyada, Germaniyada, Fransiyada umuman demokratik huquq oilasini a'zosi bo'lgan har qanday davlatda faoliyat ko'rsatishi, ishlashi mumkin. Buni hech anaqasi yo'q. O'zbekistonda o'qib turib, bemalol Amerikada borib ishlasa bo'ladi. Bu katta narsa beradi. Mana o'zi borgan sari dunyo nima deydi? Yaxlitlashib boryapti. Globallashib boryapti. Ha, shunaqa globallashib boryapti. Misol uchun O'zbekistonda IT ni o'rganasizmi, yo Belarusiyada o'rganasizmi, Amerikada o'rganasizmi, farqi yo'q-ku. Shunaqa. Misol tariqasida o'sha programma tili hamma joyda bir xil. Programma tili bir til. Shu Java deysizmi, JavaScriptmi, Python boshqa hammasi bir xil. Xuddi shunaqa demokratiyada ham qonun qoidalar asosi bir xil. Faqat sanksiyasida sal farq qilishi mumkin. Bir qaysidir sud tuzumida sal-sal, masalan, anglo-sakson bilan romano germanda farq qiladi, lekin ikkalasini ham asosi dalillarga asoslanadi, isbotlashga asoslanadi. Asos bir narsaga kelib tushiradi. Bemalol bu narsa qilsa bo'ladi, ishlasa bo'ladi. U yoqdan kelganlar bizda ishlasa bo'ladi, bizda mana bitta sud jarayonimizda bizda Italiyadan advokat chaqirishgan. Bu yerda 30 ga yaqin advokatlar qatnashgan bo'lsa, bir odam ham O'zbekistondan advokat olgan, ham Italiyadan. Hozir misol uchun biz bitta Hind insonni himoya qilib turibmiz. Hindistonlik investor O'zbekistonda faoliyat yurg'izyapti. U aytayaptiki, Hindistondan ham bitta advokat chaqirsam maylimi dedi. Mayli, bemalol chaqiravering, hech anaqasi yo'q dek. Borgan sari globallashib boryapti baribir dunyo. Qisqacha aytganimizda tilla ahamiyati yo'q. Aytaylik, siz borib Yaponiyada o'qib turib ham O'zbekistonda advokatura tizimini litsenziyasini ola olasiz, bemalol advokat bo'lib ishlay olasiz, huquqshunos yo'nalishini ishlay olasiz. Shunaqa, lekin til kerak, chunki borib sudlarda siz fikringizni to'g'ri tushuntirib berishingiz kerak. Mayli, juda bo'lmasa tarjimon bilan qatnasharsiz, lekin ularning fikrini mana bunaqa narsa-da, huquq bu so'zlarning ustida ishlovchi soha. So'zni mohiyatiga yetish uchun bitta bilish degan so'zni bizga fan sifatida o'qitilar. Mana fan emas, dars sifatida o'qitilar. Mana bilish, fizikaviy bilish, madaniy bilish, diniy bilish, ijtimoiy bilishni bir qanchaga bo'linadi. Mana o'zbek tilini tushuntirib turibdimi deysiz-ku, so'z bu o'sha huquq bu so'zlarning ustida ishlaydi. Ana misol uchun ba'zida sudyalar bilan ham bo'lib qoladi, prokurorlar bilan, tergovchilar bilan, sababi o'sha so'zni asl tegi mohiyati nima degan savolga kelinadi. Bu so'z mana bunday ma'no beradi, bu so'z mana bunday ma'no beradi. O'shaning uchun agar siz misol uchun xalqaro huquq bilan shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, xalqaro sohada ishlamoqchi bo'lsangiz, ingliz tilida darsni olib borilishi bu juda katta kuch beradi, juda katta foyda beradi. Bu kelgusida katta xalqaro sahnalarda yuristlarimizni paydo bo'lishiga olib keladi. Rahmat kattakon. O'zi shundan kelib chiqib turib, menda bitta savol tug'ilyapti. Mana aytaylik, shu yili abituriyentsiz. Yo'nalishlarni tanlayotganingizda, huquqshunoslik yo'nalishini tanlaydigan bo'lsangiz, nimalarga e'tibor berish kerak? Mana to'g'riroq savolimni berishga harakat qilaman. Bizda masalan aytaylik, yuridik fakultetga topshirayotganingizda 4 ta fandan aytaylik kirish imtihonlari bo'ladi. Masalan, tarixdan bo'ladi, ona tilidan bo'ladi. Qo'yilish kerak bo'lgan fanlar bor. Nimaga bu savolni berayotganim sababi, bizda hamkor universitetimiz bor. Amerika shtatida, Denver shtatida, Denver Law School. Ularning kirish imtihonlari faqat bitta fandan ekan. Ularni o'sha ona tili ingliz tilini bilish kerak. Ingliz tilini bilib o'sha bildiruvchi sertifikati bo'lishi kerak va matematikadan imtihon topshirar ekan. Lekin bizda matematikadan biz hozir viloyatlarda yurgan vaqtimizda talabalarga aytamiz, bizda huquq yo'nalishli fakultetimiz bor. Ular kutishayotgan narsa ona tilidan imtihon bo'lishi kerak deyishyapti, tarixdan imtihon bo'lishi kerak deyishyapti, lekin matematikadan deb kutishmayapti. Sizning fikringiz, umuman huquqshunos matematikani bilish kerakmi, yo'qmi? Nimaga tayyorlanish kerak? Ertaga masalan o'qishi bitkazganidan keyin uni nima kutyapti? Shuni o'zingiz tajribangizdan kelib chiqib turib aytib bera olasizmi? Aytib bera olamiz. Qarang, keling, mana savolni ikkiga bo'laylik. Demak, huquqshunos nimalarni o'rganish kerak? Boshida qaysi yo'nalish tanlagan bo'lasiz va ikkinchisi matematikani bilish kerakmi, yo'qmi? Xo'p, demak birinchi savoldan boshlaymiz. Har qanday huquqshunos avvalambor bazani kuchli qilish kerak. Bu o'sha davlat huquq nazariyalari, umuman mana shu huquqni tarixlari bor. Qayerdan kelib chiqqan, nima bo'lgan, huquq osmondan tushib qolmagan,
nimadan kelib chiqadi o'zi? Misol uchun normalar raqobati degan narsa bor. Mana qonun bilan qonun osti hujjatlari normaga kelib raqobatga kelib qolsa, qaysi norma ustun bo'ladi? Mana shu bazani birinchi navbatda o'rganib olsa, u yoqga hammasini o'rganib ketaveradi. Buni universitet o'rgatadi. Ha, buni universitet o'rganadi. Yo'nalishni tanlaganda ham o'zi ko'ngli yaqin yo'nalish tanlayversin. Misol uchun men tergov yo'nalishini tugatganman. Tasavvur qiling, men tergovchilik, lekin u degani fuqarolik qonunchiligida yoki iqtisodiy yoki ma'muriy ishlarda qatnasha olasizmi yo'qmi siz? Yo'q, qatnasha olmaysiz. Chunki umumiy huquqshunos deb beriladi diplom. Faqat mana bunga mutaxassisi kuchliroq deb. Endi tasavvur qiling. Xo'p, men tergov sohasida ishladimda, o'sha paytda, yo'q, men dedim, hujum tarafda, ya'ni odamlarni qamash bo'yicha emas, himoya qilish meni ko'nglimga yoqar ekan dedim. Va bir 4 yil misol tariqasida bir universitet o'sha akademiyada o'qigan bo'lsak, 2 yil tergov yo'nalishida o'qigan bo'lsam, bu yo'g'iga 8 yil, 10 yil hozirgacha boshqa o'zim ko'nglim xohlagan yo'nalishda o'zim ustimda sayqallab kelyapman. Tushunyapsizmi? Bu soha shunaqaki, Har kuni o'qi. har kuni o'qib, O'zingiz o'z ustida ishlab, chuqurlashib borish kerak. Bironta fan yo'qki, bironta soha, bu huquq sohasi bo'ladimi, IT sohasi bo'ladimi, boshqa sohasi bo'ladimi, hech qachon cho'qqisiga yeta olmaydi. Chunki endi o'z bilasiz, u mukammallik u faqat Allohga xos. Boshqa na bironta ilmga, bironta birimga, bironta sohaga xos emas u. Biz o'rgana olmaymiz uni oxirigacha. O'shaning uchun yana rivojlantirib boraverish kerak. Endi matematika kerakmi, yo'qmi deganingizda, hozirgi paytda agar iloji bo'lsa o'rganib qo'yursin. Qaysiki agarda u matematika bilan o'zi bog'liq taraflarimiz bor-da. Soliq sohasida yurist bo'ladigan bo'lsa, mana soliq maslahatchilari bilan birga biz ko'pincha yelkama-yelka turib, tadbirkorni himoya qilib jangga kiramiz. Nimaga desangiz, soliq maslahatchisi soliqchini tilini tushunadi, u karrakarrani tushunadi. Ya'ni biz ham xuddi boya aytganingizdek, oliy o'quv yurtiga kirayotganda ona tili adabiyot tarixdan topshirgan, matematikadan topshirmaganmiz. Biz endi siz 12% emas, 15% hisoblab olibsiz. Daromad solig'ini siz 15% emas, 17% hisoblab o'tiribsiz, kara-kara qilib o'tirmaymiz. U hisob kitob qiladi, soliq bilan gaplashadi, lekin sudyaga buni qonun tiliga o'girib berish uchun albatta yonida advokat turadi, yurist turadi. Ana agarda matematikani ham o'rganadigan bo'lsa, bu ham yaxshi. Lekin yana bitta narsani qilish kerak. Matematika aniq fan. U aniq 2 kara 2 4. Unda mantiq, nimadir o'ylab topish, bir boshqa narsalarga kelinmaydi. Huquq bu nima deymiz? Qaysidir ma'noda o'zi gumanitar fan bo'lib, bu ijtimoiy fan hisoblanadi va u mana jinoyat qonunchiligini ochsangiz, sizga yana oddiyroq, tushunarliroq tilda aytaman, odamlarimiz tushunmay qolishi mumkin. Jinoyat qonunchiligini ochsangiz, bitta modda uchun eng kam oylik ish haqqini 100 barabardan 300 barabargacha jarima yoki 6 oydan 1 yilgacha uy qamog'i yoki 3 yildan 5 yilgacha misol tariqasida qamoq jazosi bilan jazolanadi deydi. Mana o'zi bitta harakat. Lekin har xil demak sanksiya qo'llanadi. Nimaga desangiz, u joyda mantiqni ustida ishlaniladi. Nima bo'lgan, nima qo'ygan, mana odam kirdi misol uchun, qo'lida pichoq bilan birov narsa o'g'rini ushlab oldingiz. Siz unga savol beriladi. Siz agar oldingizdan odam chiqib qolganda narsani o'g'irlab qochib ketarmidingiz yoki pichoqni tiqarmidingiz? Men qanaqa bo'lmasin olardim shuni, pichoqni tiqib bo'lsa ham desangiz, unga nisbatan jinoyatlar majmui bilan kvalifikatsiya qilinib, bosqinchilikka 25 orqali bosqinchilik qo'yiladi. Ya'ni bosqinchilikka suiqasd qildi bu. Odam chiqmay qoldi. Buni anaqasiz, lekin buni xavflilik darajasi bosqinchi darajasida deyiladi. Bu matematika emas-da, u mantiq, ichiga kirish, boshqa narsalar. Endi matematikani qo'llaydigan joyi, boyaga aytgandek, soliq qonunchiligi. Matematikani bilish kerak, albatta bilsa yaxshi bo'lardi. Hozir mana boramiz, tadbirkorlarni himoya qilganda qiynalamiz. Tergovchi ham bizga o'xshagan odam, men ham tergovchi bo'lganman, uni tushunaman. U soliq qonunchiligini tushunmaydi, karrakarrani tushunmaydi. Misol tariqasida oladigan bo'lsak, u soliqchiga qaraydi, ammo mutaxassis aytdi-ku, mana shuncha kamomati bor ekan deydi, 10 milliard, 20 milliard deydi, u sinib ketadi ekan. Isbotlab berasiz, mana deysiz, u sinib ketadi. Shu milliard pullar sinib ketadi. Mana soliq maslahatchilari bilan gaplashsangiz ham o'nlab milliardlarni sindirib tashlaydi. Misolchi, tergovchi qo'yib yuboradi. Bu deydi, mana o'g'irlagan ekan, yo o'g'irlagan demaylik, demak, soliq bazasini yashirgan, soliq to'lashdan bo'yin tortgan deydi. Agarda o'sha matematikani ham yaxshi biladigan insonlar tergovchi bo'lsa va
alohida hozir mana jinoyat sudlari bizda joriy qilindi yaqinda. O'sha jinoyat sudlarining yonida soliq sudyalari, soliq tergovchilari bo'lganda, unda ko'pchilik nima deydi, nimaga qamalganini bilmasdan o'tirmasdi. Hozir ba'zi tadbirkorlar nimaga qamalib chiqqanini bilmaydi o'zi. Men bilmayman deydi, nimaga qamalib chiqdim deydi. Men to'laganman-ku soliqni deydi. Yoki bo'lmasa mana soliq qonunchiligida mana bunaqa narsa bor. Xo'p, soliqni to'lamaganingiz uchun o'z jinoyatchi hisoblanmaysiz-da. Soliqni qasddan bo'yin tovlasangiz, ba'zani yashirsangiz, u qasdga borib taqalish kerak. Ya'ni siz qasdingiz o'shani bilib turib to'lamasligingiz kerak. Siz qaysidir joyda buxgalterning xatosi, buxgalteriyadagi yoki o'zingiz bilmaysiz kamroq bo'lganligi yoki qonundagi o'zgarishni bilmay qolganligi uchun ehtiyotsizlik oqibatida kamomad chiqqani uchun qamalmasligingiz kerak. Ko'p paytlarda endi bilmadim bu narsaga e'tibor beriladimi? Ya'ni subyektiv tomoni bor-ku, misol uchun qasd yoki ehtiyotsizlik desangiz. Mana shunaqa narsalar bor. Agarda matematikani bilgan tergovchilar soliqni tergov qilganda edi, biz bunaqa qiynalmasdik. Va tadbirkorlarimiz ham maza qilib ishlardi. Hozir men tadbirkorlar bilan gaplashamiz, qo'rqadi ko'pchiligi. O'zi biznes qilishdan qo'rqadi. Bir amallab biznesga olib kirib olsangiz, yo'q, hozir u zamon emas, bemalol tadbirkorlik qilavering. Adolat bor, qonun bor desangiz, yo'q, bor adolat, qonun bor. Bu og'izda aytiladigan yo'q, faqatgina tribunadan gapiriladigan gap emas, rostdan bor. Lekin olib kirsangiz, qaysidir xodimning xatosi bilan karra milliard chiqqandan keyin uning ustidan jinoyat ishi qo'zg'atsa, ani do'dirab qoladi-yu. Odam omili kuchli demoqchisizda. Odam omili kuchli va nariga matematikani yaxshi bilmaganligi uchunmi yoki bo'lmasa o'sha Vazirlar Mahkamasining qaroriga asosan soliq chilarni topgan o'sha jarimalari, kamomatlari 20% ida adashmasam bir qismi soliqni rivojlantirish fondiga ketadi. Bu fonddan soliqchilar demak rag'batlantirish oladi, boshqa uni oxir-oqibat o'zi manfaatdordi undan. Bilmayman, o'shanga qo'yadimi yo unga qo'ymaydimi, nimaga uni unaqa katta summa qo'yadi, milliardlab qo'yadi, oxirida sinib ketadi. Misol tariqasida bo'lmasa tushuntirib bersangiz ham, yo mayli sudga havola qilamiz deydi. O'shanaqa joylari bor. Endi o'shanaqa joyda agar matematikani bilgan tergovchilar bo'lganda, balki bunaqa bo'lmasmidi deb o'ylaymiz. Men sal kattaroq javob berdim savolingizga. O'zi matematikani bilish kerakmi, yo'qmi deb. Matematikani ham hamma huquqshunosga qo'yish ham noto'g'ri. Sababi hamma soliq yo'nalishi bo'yicha bo'lmaydi. Bizda yo'nalishlar ko'p. Fuqarolik bor, jinoyatda ham 2 ta modda, 2 ta 3 ta modda soliq yo'nalishida. Boshqa moddalarda u matematika shart emas. Odam o'ldirishda shart emas, bezorilikda shart emas, boshqa-boshqada shart emas. Misol tariqasida fuqarolik bor, oila munosabatlari, mehnat munosabatlari, yer kodeksi bor, havo munosabatlari bor, xalqaro munosabatlarda umuman bo'ladi matematikaning keragi yo'q. Agar ruxsat bersangiz, o'zi Hamkor universitetimizda bu qo'yilgan, nimaga o'zi qo'yilgan degan savolga qisqacha tushuntirib beraman. Ularning fikricha, agar umuman universitetga kirmoqchi bo'lgan talaba mantiqiy fikrlashi, matematikani oliy matematika darajada emas, 2+2 to'rtligini aniq bilgan talaba kallasi butun degan tushuncha bor. Shunga ham matematika talabi qo'yilgan ekan. U siz o'ylayotganingizdagi matematikani logaritmi yoki kosinus sinuslarni o'rganish emas. Mantiqiy fikrlashi kuchli bo'lishi kerak. Chunki bu huquqshunoslik, bu siz aytganingizdek so'zlarning o'yini, aniq qonun bor, qonunning o'rtasi yo'q. Aniq yozilgan nuqta qo'yilgan, shu bo'yicha siz hukm chiqarishingiz kerak. Agar hukm chiqaradigan inson bo'lsangiz yoki siz o'sha advokat bo'ladigan bo'lsangiz, biron bir shaxsni kimdir ayblayotgan bo'lsa, uni to'g'ri himoya olishingiz kerak. O'sha aniq faktlar bilan, o'sha matematikani bilgan odamni kallasi butun bo'ladi, u aqlli bo'ladi degan fikrda shu matematikani kirish imtihoni qilib qo'yilishgan ekan. Qolganini o'zimiz o'rgatib olamiz degan mantiqda. So'nggi 4 yilda O'zbekistonda yuridik xizmatlarga bo'lgan talab keskin oshgan va iqtisodiy ko'rsatkichlar bo'yicha ham 2 baravar kattalashgan. Masalan, 21-yilda sohaning yillik hajmi 398 milliard so'm bo'lgan bo'lsa, 23-yilga kelib 850 milliard so'mga chiqqan. Bugungi kunda yuristga bo'lgan ehtiyoj shunchaki qonunni eshitish uchun emas, endi odamlar konkret masalalarni hal qilish uchun ularga murojaat qilishyapti. Mana shu ehtiyoj oshib borayotgan sohada hali ham malakali yuristlar yetishmayapti. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra O'zbekistonda 6000 dan oshiq yurist faoliyat olib boradi. Bu 37 million aholisi bor davlatda har bir 6000 kishiga bitta yurist to'g'ri keladi degani. Ehtiyoj katta, tanlov esa ishchi kuchiga qaraganda ancha ko'p. Ayniqsa xorijiy huquqiy masalalar bilan ishlay oladigan, hujjat tuzishda va qaror qabul qilishda mustaqil fikray oladigan kadrlar bozorda kam. Shu ehtiyojni inobatga olib, Tashkent Metropolitan University huquqshunoslik ta'limini xalqaro formatda yo'lga qo'ygan.
Dastur ingliz tilida, zamonaviy yondashuv asosida va xalqaro hujjatlar bilan ishlashga mo'ljallangan. Ro'yxatdan o'tish va batafsil ma'lumotni olish uchun podkast ostidagi havola orqali Telegram botimizga o'ting. Ta'lim 4 yillik. 3 yil bizda o'qib turib, talaba xolasa Amerikada 4-yilni o'qa oladi. U yerda ham diplomini olib turib, ikkita diplomli bo'ladi. Shu ikkita savolim bor edi. Demak, birinchisi bu xalqaro tan olinadi, to'g'rimi? Sizlarning diplominglar va sizlarning diplominglar bilan bemalol Amerikada, ya'ni Amerikada tan olingan. Borib bemalol ishlasa bo'ladi, to'g'rimi? Yo'q, biz buni tan olmaymiz, buni borib Umuman xalqaro tan olingan tushunchani o'zi, masalan, rivojlangan davlatlarda nimani yo'nalishi bitkazisizdan tashqari, ularda litsenziya yo'lga qo'yilgan. Aytaylik, bizni bitkazib turib, hamkor universitetimizda 4-kursda davom ettirasizmi yoki 4 yil bizda o'qib turib, o'sha hamkor universitetimizda magistraturasida davom ettirasizmi? O'qiganingizdan keyin o'sha davlatda, masalan, advokat bo'laman desangiz, advokat litsenziyasini olishingiz kerak bo'ladi. Advokat litsenziyasini olganingizdan keyin advokatura firmasini ochib turib, advokaturalik xizmatlarida O'zbekistonda ham shunaqa, advokatura uchun alohida litsenziya olish kerak. Lekin diplom ham tan olinishi kerak, u yoqda tan olinadi demak. Shunaqa. Keyin bu birinchi savolimda, ikkinchi savolim endi uzr. Bu taktikani o'zi kim ishlab chiqdi? Mana kontraktda bu men nimaga unaqa savol berayotgan edim? Bu yaxshi, juda kuchli taktika. O'sha agarda bilimi yaxshiroq bo'lsa, keyingi yil kontraktdagi odam anaqaga chiqadi deb. Endi bu o'zi rivojlangan davlatlarda hamma joyda bor narsa. Endi rivojlangan davlatlar qayerdan oldi desangiz, men sizga uni asosini aytib beraman. Nima uchun ba'zi asosga qarab yurishimizga? Bu Amir Temur taktikasi o'zi aslida. O'sha Amir Temur taktikalarini yaxshilab o'rganadigan bo'lsak, bizani ilmimizni chet el yaxshiroq o'rganganda o'zimizga nisbatan. O'sha Toshkentda televizor chiqqani bilan televizorni zo'rlarini Yaponiya chiqaradi, Amerika chiqaradi, bizda chiqadi, ular tortib ketadi. Al-Xorazmiy algoritmlarni bizda yaratdi, lekin ular tortib ketdi, misol uchun. Beruniy yer yuzini dumolodi, bu yoqda turib etdi, ular kosmosga NASA bo'lib chiqib ketdi, biz oddiy dron uchirishdan qo'rqib o'tiribmiz hozir. Dronga har xil narsa chiqarib, bechara anaqa kelib qoluvdi, adashib dron ko'tarib kelgan ekan, chet ellik, u chiqa olmasdan javobgarlikka tortilib, sharmanda bo'lib, bir nimalar bo'lib ketdi. Dron, ular NASA bo'lib, milliard nariyoqqacha uchib, o'sha yerdan ma'lumot berib turibdi. Endi Amir Temurda shunaqa bo'lganki, har bitta jangda harbiylarni lavozimi o'zgargan. Misol uchun o'nboshi deyiladi, serjant deyiladi va oddiy askar deylik. 10 ta oddiy askarga bitta serjant, 10 boshi bo'lgan, 100 boshi bo'lgan, 1000 boshi bo'lgan va tuman rahbari bo'lgan. Endi tuman deb 50 mingta qo'shinga etilgan. Bizda Chilonzor tumani, Yakkasaroy tumani 50 mingta odam ola olishi mumkin bo'lgan o'sha joydan. O'shanda agar jangda oddiy askar o'zini yaxshiroq ko'rsatsa va serjantdan ko'ra yaxshi ko'rsatsa 10 boshidan, o'sha jangda bu serjant undan keyin bu oddiy askarga tushirilgan. Va keyinchalik lekin bilgan mana bu odam. Men hozir tushdim, o'zimning aybim bo'ldi. Men bu jangda o'zimni yaxshi ko'rsata olmadim bundan ko'ra deb, keyingi jangda u o'zini undan-da ko'ra yaxshiroq ko'rsatgan va o'shaning uchun ham Amir Temurning qo'shini uncha yengilmas bo'lgan. O'sha Yevropani, butun Yevropadan yig'ilgan 100 mingta ritsar yig'ilib keladi-da, yig'ilib kelib Boyazidga qarshi turganida o'sha 100 mingta qo'shinga shahzoda Zigmund boshchilik qilib, Zigmund butun ritsarlarga qarab, endi og'ir qurollangan, hamma joy temir ritsarlarga qarab turib, agar hozir osmon uzilib tushsa, biz uni nayzalarimiz bilan ushlab qolamiz degan. Bu bilan u majoziy ma'noda aytganki, yer u ko'kda bizga bas keladigan qo'shin yo'qsa, uni Boyazid qisqa muddatda yengib qo'ygan. Lekin o'sha butun Yevropani yenggan Boyazidni Amir Temur qisqa muddatda yengan. Amir Temur qanaqa qilib yengdi desangiz, yana o'sha hozir sizlar qo'llab turgan taktika uni qo'shinida mana shu hozir sizlar qo'llab turgan taktika bo'lgan. Qo'shin bilgan, agar hozir sal sustroq harakat qilsam, o'tib ketadi yonimdagi degan. Men juda xursand bo'ldim buni eshitib. O'shaning uchun so'radim, kim buni o'zi muallifi bu taktikani desam, siz aytdingizki, rivojlangan davlatlar. Rivojlangan davlatlar Amir Temurni, ota-bobolarimizni umuman olganda bizdan ko'ra yaxshiroq biladi. Shunaqa. Endi hozirgi kunda mana siz tarixni yaxshi bilar ekansiz, rivojlangan davlatlarni demoqchi bo'lganim. Bizga mana boya aytdim, 1 yilda bir marta kontrakt bilan grant o'zgarishi mana o'tgan yilga kirib keldi. Ungacha 4 yil davomida mana aytaylikda oldin qanaqa bo'lgan? Hamma o'qishga taylanardi-da, 1-avgustga taylanardi. Bir kun imtihon topshirardi. Agar o'sha imtihonni yaxshi topshira olsa, universitetga kira olardi. Universitetga kira olmasa bo'ldi, hayot tamom.
Xuddi shu narsa grantga kirib qolganidan keyin shunaqa holatlar bo'lgan, men o'zim bilaman. Grantga kirib qolgan talabada уже keyin motivatsiya bo'lmaganidan keyin boyagi askar misolida. U biladi, hech qachon uni urvinini, o'sha general urvini deylik bo'ladigan bo'lsa, general urvini hech kim egallay olmaydi. 4 yil maza qilib o'qiydi, umuman motivatsiyasi yo'q, o'qish darajasi ham tushib ketaveradi. O'shanga masalan davlat tizimida ham bu narsani juda to'g'ri yo'lga qo'yishgan deb o'ylayman. 1 yilda bo'ladigan bo'lsa ham, bola har doim sezib turadi. Agar yomon o'qib qolsa, kontraktga tushib qoladi. Chunki o'sha kafolatlangan 4 yillik grant yo'q tizim. Juda zo'r. Keyin bir savol beruvdingiz, boya ko'rsatuvdan oldin o'zi yuristlikni o'qish kerakmi, bu soha kerakmi bizga deb. Bu hammaga kerak deb o'ylayman. Nimaga desangiz, mana ko'p sohalar bilan gaplashamiz. O'zini sohasini zo'r bilsa ham jinoyat javobgarlikka tortilayotganlar bor, javobgar bo'lib kelayotganlar bor, mulkidan ayrilib qolayotganlar bor. Misol uchun mana bir aytishlik bilan gaplashib o'tirsak, aka men mana bunaqa proyekt boshlayotgandim dedi. Mana bunaqa joylardan ma'lumot yig'aman dedi. Keyin men undan so'radim, u APIlari ochiqmi dedim. Endi ozroq o'zim ham qiziqaman, o'sha dasturlash sohasiga, sun'iy intellektlarga o'zim ham o'rganib turaman, qiziqish. Ochiq dedi. Yo to'xtang dedim, savolni boshqacha qo'yaman dedim. Keling mana tergovchi beradigan savollarni beraman sizga dedim. Oddiy odam, men o'sha xossiz oladigan ma'lumotni ola olmaymanmi? Mana menda alohida backend bo'yicha bilimlar yo'q, boshqa yo'q, desam yo'q ola olmaysiz dedi. Sizga dedim, ertaga kompyuter sabotaji deb modda qo'yaveradi, jinoyat javobgarlikka tortadim. To siz tergovchini tushuntirguningizcha sudyani ular aytishlik emas dedim. Unda nima qilishim kerak edi? O'sha ma'lumot olayotgan tashkilotingizga xat yozasizdim. Mana bunaqa bo'ladi, mana bunaqa deb, o'sha mana shu joyni mustahkamlab qo'ysangiz, keyin bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Ha, bo'ldi, tushunarli edi. Yoki bo'lmasa, mana tadbirkorlar borda, o'zini sohasini juda zo'r biladi. Juda zo'r tadbirkorlikni qilib, rivojlantirib, pullarni olib kelib, kirg'izib, rivojlanib ketayotgan paytda shunda soliqchi keladi-da, mana bu soliqni to'lamabsiz-ku deb tarsitib materiallarni yig'adi. Prokuraturaga berib oladi, departament demak soliq va iltiga oid jinoyatlarni legallashtirish bo'yicha departamentimiz bor, SVOJ. U 1 oy muddat qo'yadi, 1 oy ichida o'z xohishi bilan to'lamasa prokuraturaga beradi, jinoyat ishi qo'zg'atiladi, ketdi keyin bu yog'i. Ya'ni u o'zini sohasini yaxshi biladi, huquqni bilmaydi, qonunni bilmaydi. Nimaga bunaqa desangiz, har qanday soha qonunning orqasidan yuradi. Har qanday soha. Avvalambor bitta qonunni o'qib olsa, o'zini bu majburiy bo'lish kerak, odam o'zi uchun. Mana bir ba'zi millatlarda deydi, bir gap bor deydi, skriptga chalishni o'rganish majburiy ekan deydi. Endi qaysi millatlarga yetish shart emas. Nimaga skriptga chalish majburiy? Nimaga pianino emas deb savol bersa, agar debdi pianino chalish majburiy bo'lsa, bu yerda urush boshlanib qolsa, nimadir bir suv bosqini bo'lsa, boshqa bo'lsa, hamma mulking ketib qolsa, kambag'al bo'lib qolsa, bir joyga pianinoni ko'tarib bora olmaysan. Skriptga shunday yopasan-da, ketasan, hech bo'lmasa skriptga chalib pul topasan deganda. Bu majburiy. Mana o'zingiz xohlagan fanni o'qiyur, o'zingiz xohlagan narsani bolam o'rganaverdir ekan, lekin skriptga chalish majburiydir ekan. Mudofaa nuqtai nazaridan qarayapti. Agar tegini asosini qarasangiz, himoya nuqtai nazaridan qarayapti. Xuddi shunday huquqni o'rganish ham, mayli u mutaxassis bo'lib ketmasin, u chiqib advokat bo'laman, yurist bo'laman, prokuror bo'laman, sudya bo'laman emas. O'zi hayotda o'zimga kerak deb o'rganib qo'ysa, o'sha 2 yil, 3 yil, 4 yil misol tariqasida o'rganib qo'ysa, ana keyin o'zini sohasida ketsa ham adashmaydi. Qanchadan qancha tadbirkorlar, aytishniklar, boshqa soha egalari yo'q joydan o'zini mulkidan ayrilib qolaman. Patentlamagan oddiy yoki bir nomni ustida ishlaydi, patentlamagan ketib qoladi. Har qanday soha, har qanday jarayon elektr energiyasidan foydalanishmi, biror narsa xarid qilishingizmi, biror narsa sotishingizmi, uy olishingiz, uy sotishingiz, avtomobil xarid qilishingiz, sotishingiz, yurishingiz, turishingiz, nikohdan o'tishlar misol uchun, meros masalalari, hamma narsa, hujjatlarni rasmiylashtirish, pasport olish, berish, bir joyga borish, kelish, sizga oddiy kafega borganingizda sifatli xizmat ko'rsatmasligi, xavfsiz ovqatni olib kelib berishi, hammasi qonunga bo'ysunadi. Ana o'shanda ba'zi bilimda huquq bo'lish kerak. Men bu narsani albatta kim huquqshunos bo'lish kerak deb boya savol ham qo'ydingiz. U albatta bir kun kelib prokuror bo'laman, sudya bo'laman degan odam emas. Yo'q. O'zimni sohamda yaxshi bo'laman degan odam hammasi huquqni bilish kerak. Mana men boya kelayotgan paytda Skype o'tgan yil yopilibdi, 2024-yilda. Shuni yopilish jarayonini
umuman tug'ilishi, paydo bo'lishi va boshqa jarayonlarini bir eshitib keldimda, shuni ma'lumotini va o'shanda o'sha ikkita o'rtoq Skype'dan ham oldin bir qancha proyektlar ochgan, har safar yuridik tarafdan urib tashab, pulini olishgan, boshqa qilishgan, bular keyin majbur bo'lgan qochib yurishga, boshqa bo'lishga, oddiy yuridik ma'lumoti bo'lmaganligi uchun. O'shaning uchun har qanday quruvchi bo'lmoqchimisiz? O'rganib qo'ying. Oddiy quruvchi yuridik sohani. Bazaviy hamma ma'lumotlarni bo'lish kerak, bazaviy bo'lish kerak. Sizga universitet bazaviy bilim beradi. Hech qachon u maxsus o'tkazib universitetda nimalar o'tkaziladi? Asosiy baza o'rgatiladi va kodekslar, qonunlar o'rgatiladi. Lekin uni ichiga kirish, har bitta qonunni o'zi, mana misol uchun bizda Ichki ishlar vazirligi akademiyasida bitta moddani endi tergovchi bo'lgandan keyin bir kun kelib odamning taqdirini hal qilasiz, ta'sir qilasiz derdi. Bitta moddani 4 ta fan o'qitardi. Tasavvur qiling, bitta moddani jinoyat protsessi o'z tarafidan qaraydi, dastlabki tergov o'z tarafidan qaraydi, boshqa fan boshqadan qaraydi. Hammasi o'z tarafidan qarab bitta moddani 4 ta fan 4 tomondan o'rgatardi. Ya'ni uni yana ham chiqib, yana ham biz chuqurlashdik. Chuqurlashaverasiz, lekin asosiy bazani olish kerak. O'qish kerak. Bu mana bilasizmi, mana bilasiz bu narsani, mana boylar deydi ko'pincha yuridik sohada o'qitadi farzandlarini. O'zi yurist emas, mana katta-katta qo'shiqchilarni qarasangiz, san'atkorlar, puli bor, hamma narsasi bor. U san'atkor bo'lishi mumkin, lekin yuridik universitetni tugatgan. Yurist bo'lgan yoki boyni bolasi, u zavodlari bor, boshqasi bor, lekin yuristlikni tugatgan. U biladi, u prokuror bo'lmasligi. Nimaga desangiz, ertaga bir kun kelib mulkini birov olib qo'ymasligi kerak. Qo'rqitib, aldab, yo qonunni boshqacha ishlatib, o'sha qonunni bilish kerak. O'shaning uchun qancha yurist ko'p bo'lsa, hamma qonunni bilsa, oddiy elementar, men sizga bitta gapni aytaman-da, mana bir yaqindan anaqani ko'rib qoldim, videoda bittasini ushab kelishgan, endi avtobusga migrantlarni solib turibdi politsiya. Ularda politsiya, militsiya deyiladi, endi politsiya ularda solib turib, tez keldi. Sen kimsan? Desa, I'm Americanist deb turibdi. Ya? Kim Americanist ushab keldi deb turibdi. Tasavvur qiling, kim Americanist ushab keldi? Bor, ketaver Americanist deb turibdi. Suhrob aka, mana masalan bitta savol juda qiziqtiryapti. Mana bizda ko'pincha tizim shunaqa ishlaydiki, agar ota-ona doktor bo'lsa, bola nimagadir doktor bo'lgisi keladi. Ko'proq ota-ona shu narsani xohlaydi-da. U boladan yaxshi doktor bo'lmasligi mumkin, qondan qo'rqishi mumkin, lekin majburlashadi doktor bo'lishga. Savolim shuki, masalan, ota-onasi huquqshunos, advokatura tizimida ishlaydi yoki o'sha yurist bo'lib, yoki prokuratura tizimida ishlaydi. Huquq yo'nalishini tanlayotgan talaba shu ota-onasini xohishidan kelib chiqib turibmi yoki o'zini xohishidan kelib chiqib turibmi topshirishga, umuman o'zi huquqshunoslikni tanlash kerak bo'lgan odam qanaqa odam bo'lishi kerak? Huquqshunoslikni har qanday odam tanlashi mumkin, agar unga yoqsa va boya aytganimdek, bu birinchi bazaviy o'rganish kerak soha o'zi aslida. Xo'p, ota-onasi doktor bo'lgan odam ko'pincha shu yoqqa yuradi, lekin meni otam rahmatli ham doktor bo'lganlar, onam bilan fizika bo'yicha o'qituvchi bo'lganlar, lekin men bu sohani tanlaganman. Demokratik oilada shu bolani xohishiga qaralgan, o'g'lim nima deysiz deyilgan, bu yoqqa desam indalmagan. Va bu yoqqa ketganmiz. Endi agar kuzatuvlarimiz natijasida, misol uchun agar otasi, bobosi prokuror o'tganlar, yurist bo'lsa, mana olamiz, shogirdlarimiz bor, yuridik universitetni tugatgan shogirdlarimiz bor. Qanaqadir bab qonuniy ta'siri bor, ular ham kuchli bo'ladi yuridik tarafdan. Ha, maslahatlashadigan odamlar ham bo'ladi. Uyga borib otasi bilan boshqa mavzularda gaplashmaydi-da, yuridik sohada gaplashadi. Bu ham odamning sayqallanishiga yaxshi ta'sir qiladi. Bu yaxshi degani, bu 2-3 barobar yaxshi agar ota-onasi yurist bo'lsa va birov majburlamasa, o'zi harakat qilsa. Chunki uyga borganda ham darsdan tashqari ham mavzular shu ketadi. Nima bo'ldi bugun, qanaqa ishlarni ko'rdinglar, qanaqa himoya qilib turibsiz, mana bu joydan, mana bu joydan qilinglar degan narsa ketadi. Endi qanaqa odamlar yurist bo'lish kerak, boshqa bo'lish kerak deganda, har bir odamga o'zini haqqini bilgani kerak. Men oddiy misol aytaman sizga. Ba'zi joyga borsangiz, elektr energiyasi o'chmasdan oldin, bizani o'zbeklarimiz deymizmi, bir andishali xalqimizdek, anaqamiz ko'pchilik bo'lgan joyda svet o'chib qolardi ko'pincha. Yo daraxtlar kesiladi-da. Ba'zi joylarga borsangiz, katta-katta daraxtlar saqlangan joyga qarang, mana shu joyda deydi, o'rislar yo boshqalar ko'p yashaydi deydi. Buni kesib bo'lmay, darrov chiqib ular haqqini talab qiladi, sen haqqing yo'q deb deydi. Bizani o'zbeklar endi ko'pincha andishali xalqimiz, birov kesib turgan bo'lsa, hokimiyatga kelgan bo'lsa, mayli hokimiyat bilsa kerak, boshqa deb talab ham qilmaydi-da. Shuni bo'lmasa o'zi shu joyda nafas oladi. Shu daraxt ketsa, shu
kisloroddan o'zi nafas oladi. Ruslida sal boshqacharoq. Davlat idoralariga borsangiz ham har xil millat haqqini har xil talab qiladi. Jamoada har xil millat bo'lsa, hammasi har xil talab qiladi. Afsuski, bizda nimagadir unaqa talab qilish kam, sababi yuristlar kam. Endi xudo xolasa mana sizlarga o'xshagan xususiy yuridik universitetlar yoki xususiy institutlarni yuridik fakultetlar ochilishi natijasida bolalar ko'paysa, bizani xalqimizda ham yuridik bilimi, madaniyati yanada oshadi. Bu boya aytib o'tganimdek hammaga kerak. Birinchi navbatda eng zarur bo'lgan, mana o'zi boy, u zavodlari ishlab turibdi, binolari bor, noturar joylar, men bilaman-da shunaqa. Noturar binolari bor, puli ko'p, u advokat ham bo'lmaydi, prokuror ham bo'lmaydi, yurist ham bo'lmaydi, sudya ham bo'lmaydi. Umuman u faqat shu nima deydi, yashab bersam bo'ldi deganlardan-da. Lekin yuridik sohani o'qiydi. Nimaga desiz, bir kun kelib xavf kelsa, yuridik sohadan keladi unga. Hozir biz u oldingidek nima deydi, qadimiy davlatda yashamayapmiz-ku. Biz qonun ustuvor davlatda yashaymiz. Birovni mulkini olmoqchi bo'lsa ham reket yo'q-ku. Birovni mulkini olmoqchi bo'lsa ham yuridik kombinatsiya qilib olinadi. Yo soliqqa tortib qo'yadi, yo boshqa misol tariqasida olaylik, kimdir qanaqadir soliq chiqib qoladi, bir agar kimgadir yoqib qolsa u joy, endi bilmadim, balki unaqa emasdir. Shunaqaga o'xshab qoladi ba'zida. Kimgadir ko'zga yoqib qolibdimi yo deymiz. Yo'q joydan muncha milliard qatdan deb o'ylab qolasiz-da. Balki unaqa emasdir. O'shanaqa joyda o'zini himoya qilish uchun ham, mulkini himoya qilish ham yurist bo'lish kerak. Huquqiy savodxonligi yaxshi bo'lsa, savodxonligi yaxshi bo'lish kerak. Ba'zi yaxshi bo'lish kerak. O'zini sohasini o'qiyversin. Qaysidir soha yoqsa, marhamat, o'qiyversin. U butun umr o'sha o'zini sohasi bilan ketadi, lekin o'sha yoshligida olgan huquqiy bilimi, savodxonligi, bazasi uni ushlab turadi kelgusida xato qilmasligiga. Shuning uchun mulk topib, mulkidan ayrilib qolgan mana shunaqa narsalar bo'lmaydi. Gapingizni davom ettiradigan bo'lsak, mana biz o'qishga kirdik, 4 yil o'qidik. 4 yil o'qiganimizdan keyin, bitkizganimizdan keyin huquqshunoslik yo'nalishi bo'yicha diplom oldik. Shu bitkizganimizdan keyin bizni nima kutyapti? Qaysi yo'nalishlarda ishlashimiz mumkin bo'ladi? Har qanday yo'nalishda ishlasangiz bo'ladi, yuridik soha bo'yicha, chunki hammasida yaxshi mutaxassisga talab katta. Hammasida yaxshi mutaxassis bo'lsangiz, endi davlat idoralarida hammasida har xil, misol uchun mana tergovchi shogirdlar bor, o'rtoqlarimiz bor. Misol uchun u ichki ishlar yo davlat xavfsizlik xizmati va prokuraturada oyliklar har xil. Shuni o'rtachasini aytadigan bo'lsak, bir 6 milliondan bir 20-25 milliongacha oylik bor. Misol tariqasida. Nisbatan shu ba'zi sohalarda kamroq. Endi yo'q, u yoqda ishlamayman, advokatlik qilaman yoki yuristlik qilaman siz, bu yerda ham talab juda katta. Advokatlar ham har xil malakaligi bor, malakasi odamlarni qoniqtirmaydigani bor, yuristlar ham shunaqa. Misol uchun mana bitta joyda Xitoy firmasiga bir tanishimiz bir haftada bir marta 2 soatga borib konsultatsiya berib ketadi. 2 soatga konsultatsiya berib ketadi, bir haftada bir marta. Dushanba kuni 2 soat konsultatsiya berib ketadi. Alohida o'sha yurist ishlaydi. Oylik oladigan yurist ishlaydi va u borib ishni ko'rib konsultatsiya beradigan $2000, $2500 oylik oladi. Bir 2 soatga, bir kunga 2 soat. Bu haftada demak bir oyda 4 kun bo'ladimi shunda? 4 kun 2 soatdan boradi. Bu yaxshi yurist bo'lganligi uchun hamma tarafini biladi. Soliq qonunchiligini ham biladi, mas'uliyat cheklangan jamiyatlar to'g'risidagi qonunni, fuqarolik kodekslarini hammasini mohiyatiga yetadi, biladi, yo'nalishi to'g'ri olib turadi. Mana bir anaqa bilan gaplashganimizda mana shu yerda gapingiz bo'lmoqchi bo'ldi. Mana siz aytasiz, bir oyda 4 marta boradi, 2 soat vaqtini ketkazadi, $2000 oylik oladi. O'sha korxonani yuristining oyligi qancha? Yuristining oyligi $500. U yerda u haftasida 5 kun ishlaydi. Bu ham yurist. Endi bu yurist yangi o'qish tugatib kelgan, u o'zi biladi, misol uchun unga rozi. Mana bir shogirdlarimiz bor edi, 1,5 yilmi? 1 yil, 1,5 yil, 3,5 million so'm bilan ishladi bolalar. U faqat yo'l kirasiga bo'lsa bo'ldi dedi. Ish o'rganishimga edi. Hozirgi paytda 5 ta 6 ta firmani olgan va bitta yo'nalishda, faqat undiruv yo'nalishida ishlaydi, 20 milliondan oshiq pul topadi. Faqat bitta yo'nalish, ya'ni juda ko'p kitob, boshqa ham o'qishardim. Mana shu yo'nalishni yaxshi o'rgansam bo'ldi dedi. O'zi mana boyagi 3 million, 3,5 milliondan oylik oldi. 1 yil, 1,5 yilda malakasini oshirib ketdi. Men eshitsam xursand bo'laman. Anu bola ham u
u ham anaqa emas, faqat yangi o'qishni tugatib kelgan bo'lganligi uchun $500 oylik oladi. Endi u shunga rozi bo'ldi. Misol uchun agar boshqa joyga borsa $800, $1000 ham bo'lishi mumkin, lekin yo'q, to'xtang dedi. Mana shu joyda xalqaro firma edi, o'zi. Endi gapingizdan kelib chiqadigan bo'lsak, o'qishni bitkazganingizdan keyin oylikni orqasidan yugurish kerak emas. O'sha kerakli o'zingizga, o'sha hayotingizga bir oylikka yetadigan oylikni olib turib, o'zingiz ustingizda ishlasangiz, zo'r mutaxassis bo'lsangiz, ertaga o'zingiz nomingiz chiqsa, shu chiqqan nomingiz ertaga sizni boqadi, kerak bo'lsa yaxshi hayot yashashingizga ham ta'minlab beradi. Shuni aytmoqchisiz. Ya shunaqa, lekin tekinga ishlash kerak demayman. Ba'zi tadbirkorlar chiqib olib, mana shu tekinga ishlayversan, yonimda yursan, o'rgataman. Endi unaqa odamlarni men shunaqa deb o'ylayman. Hammasi to'g'risida gapirmoqchi emasman. Ba'zilari shunaqa deyman. Bu menga taalluqli emas degan odamga taalluqli emas bu gapim. Meni yonimda yursin, o'rgansin deb 2 yillab, 3 yillab odamlarga oylik bermay, arzimagan pul berib, mashina qilib yonida odamlarni olib, sen o'rganib yuraver deb, aslida oxirida qarasangiz bir normal, yo'q, unaqa narsa ham emas-da. Borsin, qadrlaydigan joyga borsin. U mana $500 bo'ldi va 3 oy, 4 oyda oshirib boradi oyligini. Misol tariqasida advokaturaga kiradigan bo'lsa, o'ynab kulib $1000, $1500 topadi. Bir oyda hech bir qiynalmasdan, faqat yaxshi ustozni topish kerak, ustozni yo'nalish berib turish kerak. Mana buni qilasiz, buni qilasiz, buni qilasiz. Endi u o'zidan o'zi borgandan hamma yo'nalishni bilmaydi-ku. Sekin-sekin shunaqa malaka orttiradi. Kelgan bola ham ruh sinib qolmasligi kerak. Chiroyli, yaxshi oylik olish kerak. O'sha yurist xor bo'lmaydi hech qachon. Chunki bu elita hisoblanadi. Endi ko'pchilik aytadi, buxgalter ishini anaqa olib qo'yar ekan, sun'iy intellekt, yurist, yo'q, yurist ishini hech qachon sun'iy intellekt ola olmaydi. Men shuni kelishib, hech qachon sun'iy intellekt yuristning ishini ola olmaydi. Balkim 50 yil o'tar, bundan keyin 100 yil o'tar. Odamlar ko'rar. Nimaga desangiz, buni sabablari ko'p-da. Siz nima deydi, bir odamlarni taqdirini sun'iy intellekt bo'lgan sudyaga topshirib qo'ya olmaysiz-da ishni. Shu yerda hozir bitta savol bermoqchiman. Mana sun'iy intellekt rivojlanayotgan vaqtida, mana Amerikada shunaqa holatlar bo'lyapti. Odamlar advokat o'rnida sun'iy intellekt men advokatim bo'lsin degan iltimos bilan chiqishyapti sizlarga. Shuni fikringiz, agar siz aytasizki, sun'iy intellekt yurist ishini olib qo'ya olmaydi. Lekin odamlar o'zi sun'iy intellekt menga yuristim bo'lsin degan fikrga nima deysiz? Eshitdingizmi shu narsani? Yo'q, bor bunaqa narsalar. Bizda ham mana Adliya vazirligi qanaqadir sun'iy intellekt ishlab chiqdik dedilar. Men foydalanib ko'rmadimmi, foydalana olmadimmi, bir nimadir bo'ldi o'sha yerda, tushunmadim to'g'risi qanaqadir sun'iy intellekt chiqardik, bir nima dedi. Bizda ham Adliya vazirligi nima uchun bunaqa desangiz, mana siz yaxshiroq bilasiz, sun'iy intellektni reklama qiladigan PR komanda juda katta PR komanda ishlaydi. Qaysi yuristda shunaqa PR komanda bor? Mana birinchi shundan kelib chiqaylik. Odam o'zi u farq olmaydi-ku, yuristni kuchini, buni kuchini bundan, yo advokatning kuchini. Menga keladi-da, misol uchun men qaysi advokatni tavsiya qilasiz? Mamnaqa eshitsa, falonchi advokatga boring, shu yaxshi, shu fuqarolik tarafida, yo oila munosabatida, yo mana bu jinoyat yo'nalishida, yoki mana bu qurilish yo'nalishida, yoki mana bu yer munosabatlari desam, bir kun bittasi keldida, jinoyat yo'nalishida bo'lib turganga, mana real bo'lib turganga, menga yaxshi advokat tavsiya qilmabsiz dedi. Nima unaqa desam, menga dedi, bu odam dedi, tilxat garov ehtiyot chorasi qilib bersin dedim. Unaqa bo'lmadi, advokatingiz unaqa qilishmadi dedi. Endi qarang, keyin men unga tushuntirib turman. Opa, qarang, lekin garov ehtiyot chorasi qilsa bo'ladimi dedim. Siz rozimisiz? Misol tariqasida o'zi uni tergovchi qo'llaydi dedim. Masalan, iltimosnoma kiritsa, nima deydi, shu qanoatlantirish veriyatnisi kattaroq. Desam, nimaga unaqa deb turibsiz dedi. Mana qarang, garov ehtiyot chorasigacha dedim, taraflab bordim. Hozir men aytgan advokat dedim, mana bu joyda jinoyat ishini qo'zg'atmasdan qo'lda shit bilan himoya qilib turibdi dedim. Garov ehtiyot chorasini qo'llash uchun oldin jinoyat ishini qo'zg'atib o'tib ketish kerak tergovchi dedim. Undan keyin men bu o'sha odamni dedim, sizni qarindoshingiz dedim, gumonlanuvchi tariqasida ishga jalb qilish kerak dedim. Gumonlanuvchi tariqasida so'roq qilish kerak dedim. Keyin u barcha dalillar bilan mustahkamlab aybdor ekan degan xulosaga kelgandan keyin ayb qaror chiqarish kerak dedim. Ishga ayblanish tariqasida jalb qilish to'g'risida qaror. Undan keyin ayblanish tariqasida so'roq turib, o'sha paytda ehtiyot chora qo'llash kerak dedim. Hozir dedim, mana bu joyda men aytgan advokat himoya qilib turibdi dedim. Bor kuchi bilan, tish tirnoq bilan. Unda qochib tursa, advokat tergovchi o'tib ketadi bu yoqqa qarab dedim. Kimda borib dedim, o'sha yerda himoya qilsinmi desam, keyin tushunib qoldi.
hali ungacha yetib bormabdi-ku tergovchi dedi. Men tushunyapsizmi? Siz dedim, o'zini men unaqa deb desam, endi bu qarindoshimga yoqmadi, uncha malakasi yo'q ekan bu advokatni deb aytdi. Sizni dedim, qarindoshingiz bu advokatni dedim, malakasini baholash uchun 4 yil yuridik universitetda o'qish kerak, 3 yil magistraturada o'qish kerak, bir yana 4 yil tergovchi bo'lib ishlash kerak, bir 5 yil davlatda yurist lavozimlarda ishlash kerak, yana bir 5 yil advokatlik qilish kerak dedim. O'shandan keyin buni malakasini dedim. O'g'lingiz birorta kodeks olib o'qiganmi o'zi? Umrida ko'rganmi? Mana bizani xonaga kelgandan keyin kodeks nimaligini ko'rib turibdi dedim. O'zini sohasida gap bo'lishi emas. Mana biz uni sohasida nolmiz dedim. Kelisha olaylik dedim. Lekin sizni o'g'lingiz mana shu advokat uni sohasini tushunmasligi mumkin dedim. Lekin u tushunadimi buni sohasini? O'sha menga sun'iy intellekt degan odamlar bilmaydi-ku, qonun u farqiga bormaydi-ku. Qanday qilib sun'iy intellekt misol uchun odamni hissiyotlarida, yo bu affekt holatida qilgandi, yo bu boshqa edi, yo mana bunday edi degan narsalarni qiladi. Sun'iy intellekt o'sha tizimga kiritilgan qonun qoida bo'yicha oq va qorani ajratib beradi. To'g'ri aytayotganingiz hissiyotlar, bu narsalarni faktorlarni olmaganligi uchun ham oxirgi qilgan resheniyasi xato bo'lishi mumkin. Buni jazolashga hojati yo'q degan xulosaga kelsa bo'ldi. Sun'iy intellekt qanaqa buni xulosaga keladi? U qanaqa qilib insonni bilmadim, mayli ko'rsin. Hozir ko'p ma'lumotlar berdingiz. Ma'lumotlardan kelib chiqib bir narsani aytmoqchiman. Umuman bizda hozirgi oxirgi yangiliklarda aytayotdiki, advokatlarni soni juda kam O'zbekistonda. Shunga shu advokatura tizimida advokatura litsenziyasini olishi ancha yengillashtirilgan. Shu hozir bizni suhbatimizni eshitayotgan odamlar uchun masalan ketma-ketligini nima qilish kerak, qanaqa qilib advokat bo'lishga litsenziyani olish kerak, shuni qisqacha aytib bera olasizmi? Xo'p, advokatura demak faoliyat to'g'risida qonun bor. Qonunga asosan agarda 3 yil va undan ortiq surishtiruv tergov organlarida ishlagan bo'lsa, stajirovka o'tamaydi. Agar ishlamagan bo'lsa, 3 oylik stajirovka bor. Misol uchun o'qish tugatib kelgan bola bemalol 3 oylik stajirovkani o'tib, bilimini ko'rsatib, litsenziyani olsa bo'ladi. O'zi aslida u litsenziyalanishi o'zi noto'g'ri, o'zi tegi noto'g'ri deb o'ylayman. Hech qanaqa misol uchun advokatlar palatasiga qarshi tarafim yo'q. Ularga nisbatan bir e'tirozim yo'q, lekin litsenziyalash noto'g'ri deb o'ylayman. Palata bo'lsin, advokatlarni himoya qilsin, lekin litsenziyalamasin. Misol uchun mana qarang. Nodavlat notijorat tashkilot deb o'zi mantig'i to'g'ri kelmaydi, o'sha asosga to'g'ri kelmaydi. Mana misol uchun bizda unaqa nodavlat notijorat tashkilotlar juda ko'p. Misol uchun savdo sanoat palatasi bor, yoki mana hunarmandlar uyushmasi bor, yoki ekspertchilar uyushmasi bor-da. Siz xolasangiz unga a'zo bo'lasiz. Xolasangiz a'zo bo'lmaysiz, tadbirkorligingizni yurg'izaverasiz. Xo'p, a'zo bo'lsangiz, savdo sanoat palatasiga a'zo bo'lsangiz, sudlarga o'sha dastlab davlat boji, sud xarajatlarini to'lashdan ozod qilingansiz. Chunki har oy 1% o'tkazib berasiz. Yo'q, o'tkazmasangiz ham bo'ladi uni. Hozir prezidentimizning oxirgi o'zgarishlar uchun katta tashkilotlar o'tkazadi, kichkina tadbirkorlar o'tkazmaydi ham. O'zi u oldin ham yilda bir marta 3 million 400 mingmi qanchadir o'tardi. Unaqacha katta summa ham emas edi. Lekin sizga faoliyatingizni, mehnatingizni cheklay olmaydi. Bu konstitutsiyaga ziddi uni litsenziyalanishi. Chunki konstitutsiyada kasb tanlash huquqi bu konstitutsiyaviy huquqida. Bo'ldi, advokat bo'lmoqchi bola. Nimaga uni biz unga davlat qabul komissiyasi deymizmi? Mana 4-yil o'qish tugatayotgan paytda har xil universitetdan kelgan mutaxassislar bu yurist deb diplom bergan. Nimaga u borib yana qayerdandir litsenziya olish kerak? Men tushunaman, davlat idorasiga ishga kirayotgan odam bo'lsa litsenziya olsin. Chunki davlat o'zini ish beruvchi o'zini talablarini qo'yishga haqqi bor. Lekin advokat ishni o'zi topadi. Tasavvur qiling, har bir advokat o'zi ish topadi. O'zi 24% soliq to'laydi. 12% daromad solig'i bilan 12% ijtimoiy soliq to'laydi. O'zi ofis topadi. O'zi xarajatlarni qiladi. Hamma narsasini o'zi qiladi, lekin nimagadir litsenziya olish kerak. Nimaga litsenziya olish kerak u? Borsin-da, davlat xizmatlari agentligidan ro'yxatdan o'tsin-da, bemalol advokatligini qilaversin. Yo, agar unga mana shu qaysidir advokatlik byurosiga, uyushmasiga yoki palataga a'zo bo'laman, qo'shilaman desa, borib qo'shilsin. Hamma ekspertchilar uyushmaga a'zo emas-ku, hamma hunarmandlar hunarmandchilik uyushmasiga a'zo emas-ku, hamma tadbirkorlar savdo sanoat palatasiga a'zo emas-ku, lekin ularning huquqlari cheklanmagan. Hozir yuristning huquqlari cheklanib turibdi. Litsenziya olmasa sen advokatlik qila olmaysan. Mana kim himoya qilishini men belgilayman mustaqil odam sifatida. Bo'ldi, mana shu bola yuridik universitetni tugatganiga men shuni bilimiga ishonaman deyman. Unaqa monopollashtirish kerak emas. Misol tariqasida bu ham qaysidir ma'noda richakka o'xshab qolganda, bitta televideniyega borsam,
bitta yoshi kattaroq advokatni noto'g'ri gapirgan gapini aytib qo'ysa, menga qarab turib, qaysi advokatlik byurosidasiz deydi. Xuddi menga noto'g'ri gapirdingiz, o'sha litsenziyangizni oldirib tashlayman degan ma'noda tushundim, deyman. Balki men unaqa demaganda, sizga nima qiziq bordim? Bironta advokatlik byurosida emasman dedim. Mana tasavvur qilib, bu ham richakda, mana litsenziyani olib qo'yaman degan narsaga o'xshaydi. Aslida unaqa litsenziya bo'lishi kerak emas. Himoyachini odamning o'zi tanlaydi. U yuristmi bo'ldi, u o'zi himoyachi bo'laveradi. Nimaga birovni himoya qilish uchun kimdandir borib litsenziya olib kelish kerak? Bozor iqtisodiyotiga o'tdik. Siz aytmoqchi bo'lsangiz, masalan, litsenziyasi bormi, yo'qmi, ertaga u o'ziga iste'molchilarni topa olmasa, u o'z-o'zidan bankrot bo'lib, shunaqa ham yopilib ketadi. Yaxshi zo'r mutaxassis bo'ladigan bo'lsa, uni xizmatlaridan foydalanuvchi odamlar soni ko'payadi, biznes rivojlanadi, nomi chiqib ketaveradi. Shunga ham litsenziya shart emas demoqchisiz. Litsenziya shart emas. Keyin mana qancha tanishlarim bor. Nima uchun advokat bo'lmagan desangiz, borib nimaga men deydi, borib bilimimni deydi, u yoqdagilarga isbotlab berishim kerak deydi. Yo, sizni bilimingiz pastkan, shuning uchun sizga litsenziya bermaymiz. Meni bilimim sizga yoqish kerak emas. Meni mijozimga yoqish kerak. Siz meni bilimimni baholamang, meni bilimimni mijozim baholaydi. Siz aytgan, siz baholagan advokatlarga bormayapti meni mijozim. Ishonmayapti ularga, ularning bilimiga ishonmayapti, menga ishonib turibdi. Men mijozni o'zim topsam deydi-da, tushunasizmi? Mana advokatlar bilan gap, nima uchun advokatlar kamayib ketdi desangiz, o'sha paytda litsenziya olish uchun 3 yilmi shunaqa stajirovkada, 3 yilmi, 1 yilmi stajirovka mana shunaqa bo'lish kerak edi. Umuman litsenziyani olib tashlash kerak. Yuridik universitet tugatdimi? Xohlasa borsin, ana davlat ishiga kirsin. Bu advokatura degan xuddi bu xususiy tashkilot-ku bu, bunday o'ylab qaraganda. U boradi davlat xizmatlari agentligida mana MCJ YATT ochgandek, xohlasa byuro ochadi, xohlasa advokatlik firmasini ochadi, ikkita advokat birlashib. U solig'ini o'zi to'laydi, o'zi ochadi, o'zi yopadi. Nimaga unga litsenziya berish kerak? U litsenziyalashdan, majburiy litsenziyalashdan olib tashlash kerak. Buni richak sifatida foydalanmaslik kerak-da. Sizni gapingiz qaysidir tergovchiga yoqmay qolsa, u sizni ustingizdan taqdimnoma kiritib yorsa, u keyin o'sha taqdimnomangiz asosida sizni richagingiz tortilmasligi kerak-da. Litsenziyani olib qo'yaman, keyin tirikchiliging qolib ketadi degan ishga bormasligi kerak-da. Tushunasizmi? Korrupsiya omillari ko'payadi demoqchi bo'lasiz. Albatta, u odam misol uchun tergovchi bilan talashadimi, prokuror bilan talashadimi yoki boshqa tashkilotlar bilan talashadimi, u qo'rqmasdan talashish kerak. Keyin u kimnidir ko'ziga yoqmay qolsa, u keyin advokatlar palatasiga buni ustidan taqdimnoma kiritib yorib, "Men buni vaqti tili chiqib qolibdi." Misol tariqasida-da, buni tili chiqib qolibdi, buni yo'qotinglar, olib tashlaylar, buni litsenziyasini olib qo'yib, buni himoyalash huquqlarini nolga tushirib qo'ymaslik kerak-da. Unga davlat diplom bergan, bu yurist deb. Uni yuristligini yana bir marta kimdir, yana bir 4 ta odam, 8 ta odam tasdiqlab berish shart emas uni o'zi aslida. U nima beradi mana litsenziya oldi. Xo'p, nima bo'ladi? U mijoz topib bermayotgan bo'lsa, misol tariqasida olaylik, boshqa narsa topib bermayotgan bo'lsa, nima uchun mana bizda haq huquqini himoya qilish kam desangiz, son kam bo'lgandan keyin advokatlarni ham son ham kam va har qanday sohada o'zi malakali, ko'nglingiz to'ladigan mutaxassis kam bo'ladi-yu. Hammasi malakali, gap bo'lishi mumkin, qo'lida diplom bor, yillab orqasidan naqasi bor, lekin oxirgi bahoni mijoz beradi desak, misol uchun siz berasiz, men beraman, yana kimdir beradi, mijoz baho beradi desangiz, ko'ngli to'ladigan advokat kam bo'lganligi uchun, ko'ngli to'ladigan advokat qimmat. Nisbatan qimmat bo'ladi. Kimdir rozi bu narsani to'lash, kimdir norozi emas. Ba'zida mana ma'muriy ishlar bo'yicha kamdan kam advokatlar qatnashadi. Nimaga desangiz, ana bizga keldi, mana unda aka dedi 7,5 million so'm jarima qilindi. Siz nima deb o'ylaysiz, shu to'g'rimi, adolatlimi dedi. Yo'q, noto'g'ri, adolatsiz dedim. Va men isbotlab berdim uni. Qonun bo'yicha ham, mantiq bo'yicha ham, qoida bo'yicha ham isbotlab berdim. Lekin siz advokat ola olmaysiz dedim. Nimaga dedi? Bu advokatning o'zi 15 million turadi bu ishingizni ko'rib berish dedim. Undan ko'ra 7,5 million borib jarima to'lab olganingiz osonroq bo'ladi dedim. Tushunasizmi? Nimaga desangiz, advokatning o'zini to'lovlari ham katta-da. Oddiy davlat 24% soliq oladi. U ishchini oyligidan, o'sha siz aytganingizdek. Advokatdan Ijtimoiy soliq bilan, daromad soliq bilan ijtimoiy soliq oladi. Qaysidir afiga a'zo bo'ladigan bo'lsa, u masalan 10 million so'm tushirilsa, 2 million 400 ming so'mi davlatga ketadi. Mana himoya nuqtai nazarda odam o'zini himoyasiga sarflab turibdi, lekin u yana soliq to'lash kerak. Bu bitta o'sha, hali undan tashqari advokat qancha xarajatlari bor. Biz agar advokatlar to'g'risida gaplashsak. Hozir pul haqida ketdi. Mana masalan aytaylik, men 4 yil o'qidim, diplomimni oldim. Umuman ish faoliyatim yo'q. 3 oy advokaturaga ishlab turib ish faoliyatimni boshlamoqchi bo'lman. Keyin litsenziyaga topshirdim. Firma ochyapman, ishni boshlayapman. Shu holatlarda topishim mumkin bo'lgan oylik
o'sha siz aytayotganingiz mijozlardan tushadigan pullarni qancha pul topishni boshlayman boshida? Xo'p, yaxshi ustozingiz bilan boshlasangiz, 1000-1,5 ming dollardan boshlaysiz. Boshlanishida 1000-1,5 ming bilan boshlaysiz. O'rtacha 10 minggacha olib chiqasiz. U yoq ketaveradi. O'zbekiston sharoitida bemalol 10 ming dollar har oyda oylik topsa bo'ladi. 5-10 ming dollar advokat, yaxshi advokat o'rtacha bu. Bu yaxshi degani emas, zo'r emas. Yaxshi advokat deganingizda u bir oyda nechta ishni ko'rib chiqa olish kerak? O'sha 5 ming pul topish uchun. Yo bu ishni ob'yomidan bitta ish olib 5 ming olib qo'yishingiz mumkin. Bitta ish olasiz, mana misol uchun tasavvur qilaylik, soliq kelganda sizga 3 milliard yozib ketgan, 1,5 milliard yozib ketgan. Siz 5 ming dollar beradi, o'sha 60 million, 65 million bo'ladi. So'mda hisoblaganimizda 65 million beradi u himoya qilish uchun. Sabab erta jinoyatchiga chiqib qolishi mumkin. Mana misol soliq edi yoki mana uy masalasida mana 300 ming dollarlik uy turibdi o'rtada. Siz uni masalasini qonuniy hal qilish kerak, bo'lmasa 300 ming dollar ketib qoladi uy. 3 ming, 4 ming, 5 ming dollar, 3 ming dollar 1% ga to'g'ri kelib turibdi. 2% siz 6 ming dollar oladi. Bemalol qiladi uni. Bemalol va u bitta ishni boshlangandan keyin u ishni ertalabdan kechgacha davlat ishi emas-ku. Bitta boshlanayotgan paytda ishni o'rganib chiqish, hujjatlarni joy-joyiga qo'yish, qonun normalarni hammasini bir joyga yig'ish, bunga taalluqli bo'lgan hamma narsani qilib olishga ozroq bir ketsa yarim kun, bir kun vaqt ketadi. U yoqga sudga borib keladi, sudda jang qiladi. Qolgani olaveradi. Siz mana hozir narxlarni aytib o'tdingiz. Shu narxlar foizga nisbatan bo'ladimi yoki aniq bir fiksirованный preskурant bormi? Mana shu ishga mana shuncha pul olaman deb. Unaqa ish yo'q. Mana misol uchun bozor iqtisodiyotida misol tariqasida olsak, nima deydi? Usta olib keldingiz uyingizga. Shu ishni qilish kerak. Bir usta o'zini ishini bunaqa baholaydi, bir usta bunaqa baholaydi. Yoki bitta oshpaz, katta qozonda osh qilishingiz kerak. Oshpaz chaqirdingiz bir to'yga yo bir qanaqadir marakaga chaqirsangiz, bitta oshpaz bunaqa baholaydi, boshqa oshpaz boshqacha baholaydi. Advokatlarda unaqa preskурant boshqa yo'q. Va olgan summasidan 24% nalog to'laydi. Davlat uni ko'proq olishdan davlat ham manfaatdor, o'zi ham manfaatdor. 10 ming olsa, 10 ming topsa 10 mingdan 24% to'laydi, 2400 dollar bo'ladi. 100 ming dollar topsa, endi dollar ekvivalentida aytib turamiz. So'mda bar to'lov bo'ladi, boshqa bo'ladi. 100 ming topsa 24 ming to'laydi. Shu. Endi mana bunaqa narsa bor. Ishni holatidan kelib chiqib, misol uchun u odamni holatidan kelib chiqib pul belgilamaydi, advokat. Ishni holatidan kelib chiqadi. Men mana kecha menga qo'ng'iroq bo'ldi-da. O'g'limni qamab qo'yishgan, mashina viloyatdan, vodiydan telefon bo'ldi. Mashina o'g'limni qamab qo'yishgan, bunaqa bo'ldi dedi. Men eshitib turdim-da, o'zi qamalmasligi kerak edi, o'g'lim. Eshitdim-da, vaziyat agar shunaqa bo'lsa, advokat olmaganmi deysam, olganman dedi. Keyin nech pulga oldi deysam, 400 dollarlik advokat oldim dedi. Endi opa dedim, bu ishni o'zi ob'yom 2000 dollar dedim. Ishni o'zi mana birinchi doktorga borsangiz, terapevtga kirasiz-ku, misol uchun kimga borishingiz kerakligi, operatsiya qilish kerakmi, boshqa qilishga aytadi-ku. Ishonchli yuristga borib, yo ishonchli advokatga borib, oldin ishni hajmini baholab olish kerak-da. Keyin kimga borish kerakligini so'rab olish kerak. Mana ishni o'zi olmayman. Kelganingizdan keyin ana doktor, siz meni anaqamsiz-ku, bu meni kasalim-ku demasligi kerak-da u. Oldin o'zingizni ishonchli advokatingizga borib turib yoki ishonchli yuristga borib turib, menga mana shu ishim mamnaqa nech pul narx desam bo'ladi deyishingiz kerak. Men ba'zida aytaman-da, bu deyman, ishingiz deyman, 3000 dollarlik ish deyman. Agar kimdir 1000 dollar desa, 500 dollar desa ishonmayman deyman. Sababi mamnaqa narsa-da, qarab turib u 500 dollar, 1000 dollarlik ish emas-da u narsa. Uni olib ishini qilmasa, bu aka nech pul beradi hozir? 1000 dollar beradi, 1000 dollar so'rasam. Lekin ishni ob'yomi 3000, 3000 desam bermaydi. 1000 dollarni olib indamay o'tirsam ham bo'ladi desa, siz baholayolmaysiz-ku uni ishini. O'shaning uchun ishni o'zini narxlatib oling oldin. Mana qurilishda so'raysiz-ku, uyingiz tasavvur qiling, bir 300 ming dollarlik bir 3 qavatli uyda kimdir kelib turib, aka 10 mingga qurib beraman, 10 ming bering desa, oldindan smeta qilasiz, smetadan kelib chiqib turib baholanadi demoqchi bo'lasiz. Endi mana smeta ham qildingiz, tasavvur qiling. Deyarli nima deydi, xomashyoga sarflagan pulchi ustaga sarflaysiz-ku. Siz 150 ming dollarlik narsa olib turibsiz-da, bu kelib turib, aka deydi, 10 ming dollarga qilib beraman, boshidan pulni to'lang desa, bu 150 ming dollarlik siz smeta hujjatlarida o'sha xomashyo oldingiz, g'ish, shag'al, boshqa. Hech bo'lmasa 100 ming dollar sarflash kerak. Bunga ustaga o'zi birga bir yuradi. Ko'p holatlarda qurilishda shug'ullanadiganlar biladi uni. Toshkent Metropolitan University ta'lim dasturlari xalqaro standartlarga mos oliy ta'lim muassasasi hisoblanadi. Hozirda universitetda 9 ta bakalavriat yo'nalishi mavjud. Huquqshunoslik, kompyuter fanlari, buxgalteriya va moliya, menejment, xalqaro biznes
va boshqalar. Ta'lim to'liq ingliz tilida olib boriladi. Universitetning asosiy ustuvor yo'nalishi zamonaviy ko'nikmalarga ega, xalqaro maydonga ishlay oladigan mutaxassislarni tayyorlash. O'quv jarayonida nazariy bilimlar amaliy topshiriqlar bilan birga beriladi. Har bir yo'nalishda talabalarda mustaqil fikr, tahliliy yondashuv va qaror qabul qilish ko'nikmalari shakllantiriladi. Batafsil tafsilotlarni podkast ostidagi havoladan topishingiz mumkin. Bu nereal narx-ku. Keyin men aytdim unga. Noto'g'ri narxdim. Keyin mana bunaqa joyi bordi. Men bir kuni Hozir shuna gapingizni bo'lyapman, bir narsani aytmoqchiman. Mana aytasiz, pul belgilagandan keyin qaysi vaqtda pul olinadi? Aytaylik, masalan, bir ish olganingizdan keyin siz masalan o'sha ishni yutqizib qo'yadigan bo'lsangiz nima bo'ladi? Shu narsani aytib o'tsangiz, keyin davom ettirsangiz bo'ladi. juda yaxshi savol bo'ldi. Qaysi paytda? Bu o'sha ikki tarafni kelishuviga bog'liq. Hamma har xil ishlaydi. Mana bir holat bo'ldi. Menga bir ish olib kelishdi. Men rosa o'rganib ko'rdim. Tanishimiz o'zimiz, qarindoshimiz. Rosa o'rgandim, suhrob dedi. Bu Oliy sudda ham yutqizishganda. Rosa o'rgandimda elementar ikkita advokat qatnashgan, elementar ish qilinmagandi o'shanda. Rosa hech bir boshi anaqasini topa olmadim sababini. Nima uchun eng oddiy elementar ish qilinmagandi? Keyin unga telefon qildim, nima bo'lgan gaplashsam, men sizga pulni beraman, oxirida qaytarib berasiz degan ekan o'shalar. Keyin men unga aytdim, shuni oldindan aytmaysizmi dedim. Demak, u sizdan foizsiz kredit olibdi dedim, qo'pol qilib aytganda. Mana 1,5 yil, 2 yil kurashgan odam. U hech kim 100% men javob beraman ishga deb kirmaydi. Chunki sud, mana siz o'z nomingizdan gapirsangiz, men o'z nomimdan gapirsam, sudya O'zbekiston Respublikasi nomidan ajrim, qaror, hukm chiqaradi. Uni og'zidan chiqadigan gapni biz ayta olmaymiz. Qonunni biz boshqacha tushunishimiz, sudya boshqacha tushunishi mumkin. Ikkita narsada ko'pincha aldashadi. O'sha 100% yutaman degan odam, men ko'pincha aytaman. Balki unaqa emasdir, balki yutar haqiqatdan. Kimdir aytar, men aytdim, mana yutib berdim dedim. Lekin men ishonmayman unaqa odamga. Chunki biz o'zimiz ham aytmaymiz. 100% yutaman degan odamdan qochish kerak deyman. Pulingni qaytarib beraman degan odamdan qochish kerak deyman. Yutqizib qo'ysami? Yutqizsa ham. Nimaga unaqa desangiz, men tasavvur qiling, 1,5 yil u kurashdi. Mana men doktorlarga olib borsangiz, oxirgi garantiya berilmaydi-ku buni. Bu deydi, aka deydimi, foiz deydi. Tasavvur qiling, Xudo ko'rsatmas, kimdir o'g'lini olib keldi. 1% yashab qolish imkoniyati bor. 99% o'lishi aniq. Doktor aytib turibdi, 1% yashash imkoniyati borsa, mayli urining dedi. Lekin u doktor ter to'kib mehnatini qildi. U qo'lidan kelgan hamma ishni qildi. Qolgani Allohdan. U hamma ishda shunaqa. U kelgan, "Yo bolam tirik qolmadi, pulingni bermayman" deyish noto'g'ri-da, chunki o'sha odam kelganda ham masalan 50 ga 50 deyiladi. U ish 100% yutaman desa, undan aqillanadi. U aytgan-ku boshida, u 50 ga 50, yo 90 ga 10, 80 ga 20, 80% yutish imkoniyatimiz bor, lekin 20% mana bu joyda sal boshqacharoq, mana bu joyda xato qilgansiz, mana bu joyda endi qolgani baribir nima deydi, qonun, sudya o'sha qoladi. Oxirgi gapni gapiradigan odam sudya. Mani qo'limda emas hamma ish. Mani ishim faqatgina deydi-da, masalan, advokatlar. Narsalarni, hujjatlarni ko'rsatish deydi. U qolgani endi u 80-90% ishni qildi, sudya yo'q, bo'lishi mumkin-da. Shunaqa narsa ham. Yo'q, men bunaqa emas. Men bunaqa qaror qabul qildim desa, yo endi bo'ldi, men yutqizib qo'ydim deyapman. Uni 1,5 yillik narxini kim to'laydi? O'zini hurmat qilgan ko'p advokatlar unaqa narsa qilmaydi. Boshi misol uchun 1,5 yil yo 1 yilmi mana shunchaga urushaman deydi, kurashamiz, talashamiz deydi. Yutsam mana buncha gonorar berasiz deydi. Yutqizsam gonorarni olmayman, siz gonorarni bermaysiz deydi. Lekin yugurganim uchun mana shuncha olaman deydi. Xohlasangiz ishni boshlaymiz, xohlamasangiz yo'q deydi. Siz bilmaysiz-ku, misol tariqasida mana hech kim sizga kafolat bera olmaydi. Mana Xorazmga yo'lga chiqdingiz, 1000 kilometr. Sizni 100% eson omon olib borishga hech kim, hamma Xudo deb yo'lga chiqadi. Taksi ham Xudo deb yo'lga chiqadi. Oddiy Xorazmga emas, orqa ko'chaga o'tish ham Yandex chaqiramizmi, boshqasi chaqirsak ham Xudo deb yo'lga chiqqanda-yu. Hech kim sizga kafolat olib bora olmasam, boshqa qila olmasam, to'g'ri, endi olib bora olmasangiz, balki pulingizni bermaysiz, boshqa qilmaysiz, bu boshqa masala. Lekin hech kim oxirgi garantiya bera olmaydi uni, kafolat bera olmaydi. O'shaning uchun mana shunaqa narsa qiladi. Endi foizli bo'ladimi deganingizda, foizli ham bo'ladi. Misol uchun odamlarning o'zi ham aytadi. Ish hajmidan kelib chiqib, o'sha mulkiy munosabatlar talashgan paytda aytadi. Men boshida muncha beraman deydi, o'sha gaplashiladi. Misol uchun gaplashgan paytda, misol uchun $2000, $3000 o'sha so'mga chaqiladi, o'sha payt kelgan paytda kursda borib to'lov qiladi, shotga. Boradi, shot beradi, shartnoma qo'liga beradi, bankka borib to'lov qiladi. 20 million, 30 million to'layman deydi.
agar yutib chiqsak, mana shu undiruvgacha borib, baribir MIPga olib borish kerak hujjatni. Oy qilinglar deb turish kerak-da. MIPni ham har bittasini tushunaman, qo'lida yuzlab ish bor. Ani qaysi bola yig'lasa, ona birinchi bo'lib o'shanga ko'kragini tutadi. O'shani agar undiruv bo'lsa dedi, 5%, 10%, 20%, 30%, ba'zida 50% gacha men dedi, shu mehnatingizga haqqingizni olavering dedi. Oxirida anaqaga ham qiziqishga ham bog'laydi. Motivatsiya bo'lishligi uchun. Motivatsiya bo'lishi uchun. Lekin baribir boshida fiksiruyning o'zini summasini oladi. Ishdan hajmidan kelib chiqib. Ishi boshlashligi uchun. Boshlash uchun oladi. Mana hozir shunaqa holatlar bo'lgan. Amerikada aytaylik, o'zim o'sha narsani o'qiganman. Bitta ayol kishi Starbucksga kirib kofe olyapti-da, kofe olganida qo'lini kuydirib qo'yadi. Qo'lini kuydirib qo'yganligi uchun stakanda shu kofe issiq degan ma'lumot bo'lmaganligi uchun o'sha Starbucks kompaniyasini sudga beradi va juda katta millionga yaqin pul oladi mukofot sifatida sud yutib chiqqanidan keyin. Masalan, shu masala bo'yicha siz nima deb o'ylaysiz? O'zi O'zbekistonda ham shunaqa narsa qilsa bo'ladimi? O'zbekistonda huquq tizimi Amerikaga o'xshab ishlaydimi yo'qmi? Shunga qisqacha ma'lumot aytib bersangiz. Bizda ham unaqa qilsa bo'ladi, faqat iste'molchilar o'z huquqini bilish kerak bu narsa bo'yicha va ular sudga berib oxirigacha borish kerak. Ko'pincha o'zbekchilik deymiz, kim yugurib yuradi, borib sudda kutib o'tirib 1 soatda boshlanadimi, 3 soatda boshlanadimi, kimga yoqadi, issig'ida deydi. U konditsioner ham yo'q, misol uchun anaqasida koridor o'tiradigan joyi yo'q ko'pchiligida deydi-da odamlar. O'shaning uchun yoqmaydi, sudga bermaydi. Keyin bunaqa holatlar, yana shunaqa holatlar bo'ladiki, Amerikada advokatlarni o'zi topadi. Sizni deydi, mana bitta huquqingiz poymol qilingan ekan, biz sizni o'rningizga sudga beramiz. Agarda yutib chiqsak, qancha pul olsak 50 bo'lamiz deydi. Bizda unaqa narsa deyarli yo'q. Nimaga yo'q desangiz, Amerika o'zi qonun ustuvorligini eng katta sabablaridan biri advokatlar ko'p. Yuristlar ko'p. O'shaning uchun qonun qat'iy bo'ladi ustuvor. Bizda o'zi advokat soni kam. Yuristni soni kam. Natijada hozirgi paytda mana deyarli men bilgan bironta advokat yo'q, qo'li bo'sh bo'lgan. Nechta ish keladi bizga? Biz nechta ish qaytarib yuboramiz? Qo'li to'la. Mana ishonasizmi? 6 oy desangiz 6 oy kutib turaman dedi. Mana bitta ish chiqdi bizga. Advokat bordim, yaxshi advokat emasga tavsiya qila olaman. Lekin qo'li to'la desam, aka dedi, 6 oy desangiz 6 oy kutib turaman, qachon shularni qo'li bo'shasa shularga beraman ishni dedi. Advokatlarning qo'li to'la. Unaqa u boya Amerikadagi bo'lish uchun qo'li bo'sh, ishi yo'q, nima qilishini bilmay o'tiribdi, mijoz kelmayapti-da, keyin bir qidirib topib, qaysidir joydan voy men bunaqa bo'lgan ekan deb, ani odamning yoniga borib, gaplashib, men o'zim sudga beraman, siz qo'l qo'yib bersangiz bo'ldi. Siz nomingizdan topshirib. Deyish, yo'q, unaqa advokatlarga juda talab katta. O'zbekistonda yuristlarga ham, advokatlarga ham talab juda katta. Ham odamlar ham haq huquqini borgan sari bilishni boshlagani uchun, oldin misol uchun 90-yillarda choyxonaga borgan bo'lsa, yo keyinchalik mahallaga borgan bo'lsa, yo boshqa joyga borgan bo'lsa, hozir ko'pchilik bormayapti. Endi mahalla ishlari hozir ham ishlab turibdi, omadini bersin, juda katta yuklamani o'ziga olib turibdi. Lekin odamlar oddiy masalalarda ham kerak bo'lsa advokatga kelib turibdi hozir. Toshkent Metropolitan University'da grant tizimi IELTS natijasiga qarab belgilanadi. 6,5 ballga 100% grant, 6 ga 75, 5,5 ga 50 va 5 ga 25 grantlar ajratiladi. Bu grantlar faqat birinchi semestr uchun taqdim etiladi. Keyinchalik talabalar o'z o'qish natijalari asosida imtiyozni saqlab qoladi yoki yo'qotadi. Yana bir muhim jihati grantlar kvotalanmagan. Ya'ni agar 100 nafar abituriyentning 100 tasi ham 6,5 ball bilan hujjat topshirsa, ularning barchasiga 100% grant ajratiladi. Kontrakt miqdori yiliga foundation bosqichida 20 million so'm. Ikkinchi kursdan esa fakultetga qarab 22 milliondan 30 million so'mgacha qilib belgilangan. Yaxshi o'qigan talaba esa 4 yil davomida kontrakt to'lovlarsiz mutlaqo tekin o'qishi mumkin. Batafsil ma'lumot har doimgidek podkast ostidagi havolada. Shunda hozir sizning gapingizdan kelib chiqib aytishimiz mumkin. Qo'rqmasdan bizning universitetimiz Toshkent Metropolitan Universitetiga topshirib, huquqshunoslik fakultetini bitkazib, advokatura litsenziyasini olib, ish topadi. Ish topganida ham kamida $1000 topar oladi. Hozir faqat advokaturada emas, mana men kuni kecha bolalar bilan gaplashganimda, o'sha kadrlar bilan gaplashganimda, tergovchilarga ham juda katta talab bor. Yurist bo'lsa bo'ldi, borib o'sha malakasini oshirib keladi, tergovda ishlayveradi bemalol. Tergovchilikka juda katta talab bor. Yurisprudensiya ishlaydigan juda katta. Hozir mana Xitoy firmalari bor. To'g'rimi? Xitoy firmalari ochildi, xalqaro firmalar ochilib turibdi. Mana biz hindlarni himoya qilib turibmiz. Ularga ham menga deydi, yuristlarni topib bering deydi. Mana shu 1000 ta yurist anaqa olib keldim deydi. Hindistonlik olib keldim deydi. Investitsiya olib keldim. Yaxshi yuristlar kerak, bularning huquqini himoya qilish kerak. Har bitta tashkilotimizga qo'yishimiz kerak deydi.
yaxshi yuristga u faqat advokatlar to'g'risida gap ketmayapti. Bu diplomini olgandan keyin yo'l ko'p. Xohlasin bir 2 yil misol uchun tergovda ishlab ko'rsin, xohlasin davlat yuristligida ishlab ko'rsin, adliya organlarida ishlab ko'rsin, xohlasin o'sha hujjatlarni topshirib, mana prokuraturada ham bo'sh ishchi o'rinlari bor, ichki ishlarni tergov sohalarida ham bo'sh ishchi o'rinlar bor. O'sha joylarga topshirib ishlab ko'rib, oxirida o'zi ko'ngliga yoqqan sohada ishlasin. Mana Amerikada qanaqa 30-35 yoshigacha o'zini yo'nalishini qidiradi-ku. Bizda shu maktab tugatgan bola kirgan, kimdir etgan, o'sha tarafdan ketdim, bo'ldi, boshqa joyga keta olmayman. Yo'q. Diplom katta, ko'proq imkoniyat beradigan diplom bo'lishi kerak. Yuristlik diplomi xuddi shunaqa diplom. Yaxshi yurist mana Hamma joyda kerak. hamma joyda kerak. Mana misol uchun zavodda oddiy ishchisi bilan yuristning farqi bor-da. Oddiy ishchi 5 minut kech qolsa, ichki tartib-qoidani buzdingiz deb jarima qilinadi, xizmat tekshiruv o'tkazib boshqa qiladi. Yuristga ko'pincha unaqa narsa bo'lmaydi. Kerak payti kelib masalani yechib bersa bo'ldi. Yurist o'zi eskidan nima deydi? Muammo yechuvchi. Muammoni yechuvchi deymizmi, elita deymizmi, unga munosabat boshqacha, unga anaqa boshqacha deb men tavsiya qilaman hammaga. Rahmat kattakon. Hozir endi biz qisqa blitz savollarga o'tamizda. Savol beraman, shu savolga qisqacha javob berishga harakat qilasiz. Shu bilan keyin aytaylik, bizni shu suhbatimizni ko'rayotgan odamlarda iltimos qilgan bo'lardim. Ko'rayotgan odamlarda mana shu ko'rganidan keyin tegida kommentariy qoldiradigan bo'lsa, shu kommentariyalarga o'zingiz javob beradigan bo'lsangiz, juda xursand bo'lgan bo'lardik. Shu qaytib o'tamiz. Mana siz 18 yoshdasiz. Shu yuridik universitetda tanlab olsiz, nima qilishingiz kerak? Qisqa. Kirardim ishga. O'qishga kirardim, o'qish tugatardim va har xil sohalarda ishlab o'zimni tajribamni orttirardim baribir. O'qishni bitqizdingiz. O'qishni bitkizganingizdan keyin tavsiya berishingiz, davlat ishiga borsinmi, xususiy ishga borsinmi? Endi qarasin, xohlasa birinchi davlat ishiga kirib keyin xususiy ishda ishlasin, xohlasa birinchi xususiy ishdada keyin davlat ishida. Albatta bilim kerak, lekin tajriba ham kerak. Iloji bo'lsa davlat ishida ham ishlab ko'rsin, tajriba orttirsin, davlat idoralarining ishlash strukturalarini, boshqalarini bilsin, ko'rsin. U yerga borgandan darrov bosh yurist konsul qilib qo'ymaydi, baribir yordamchi yurist, ikkinchi yurist, uchinchi yurist qilib oladi boshida, lekin tajriba orttiradi. Ana undan keyin xususiy ishlarda ishlasin. Endi daryoni bu chekkasiga o'tib ko'rsin. Ishlab, tajriba orttirib, keyin agar o'sha o'zi ko'radi. Meni yo'nalishim davlat ishida ekansa, davlat ishidan ketadi. Xususiy ishda ekansa, xususiy ishdan ketadi. Farqi yo'q uni. Mana davlat ishidan ketib xususiy ishga o'tsangiz, qaytishingiz mumkin yana. Yo'q, qayta olmaysiz degan joyi yo'q. Men korxona rahbari sifatida, siz boya aytib o'tdingiz, o'zimning shtatimda yurist bo'lgani yaxshimi yoki o'sha biron bir firma bilan shartnoma tuzganim yaxshimi? Agar biron bir firma bilan shartnoma tuzadigan bo'lsam, yangi ochilgan firma uchun qanchalik xarajat bo'ladi bu har oyiga? Endi qarang, siz albatta yangi firma bo'lsangiz, ochilgan bo'lsangiz, firma bilan shartnoma tuzganingiz yaxshi. Men ochig'ini aytaman, ochiq so'radingiz, nimaga desangiz, siz olsangiz bitta yurist ola olasiz. Firmada bir qancha yo'nalishda bir qancha yurist bo'ladi. U firma endi siz kelishishingizga ham bog'liq-da u narsani. O'sha butun bir firma oladimi javobgarlikni yo u qaysidir yuristni biriktirdi-da sizga bo'ldi, shu bilan qoladimi? Ertaga bir kun kelib jinoiy holat bo'ladimi, soliq masalasi bo'ladimi yoki mas'uliyat cheklangan jamiyatlar bo'yicha o'sha bizda korporativ biznes huquqi deymiz-ku. O'sha biznes huquqi bo'ladimi? Bularning tarkibida odam ko'p. Masala o'rtaga tashalib, ko'pchilik qaraydi. Siz bitta narsani tushunish kerak-da, mana bir odamni ayblab sudga olib chiqqanda faqat tergovchini ko'rasiz, lekin tergovchini o'zi sudga olib chiqmaydi. Uni tergovchidan tashqari tergov bo'linma boshlig'i, tergov boshlig'i, prokuror o'rinbosari, prokuror ko'rib chiqib, keyin sudga olib chiqadi. 5 ta odam. Endi siz bitta odam bilan unga qarshi turmoqchisiz. Misol tariqasida, xuddi shunaqa frontda bu tomonida ham butun bir komanda bo'lish kerak. Keyin mana yaqinda bir mana Xitoy firmasiga chaqirib maslahat so'rashdi va yaxshi yurist necha pulga olsam bo'ladi dedim. Mana buncha summa dedim. O'sha summani aytib o'tsangiz. Men kamida 2,5 ming dollar dedim. Ishga olsa, to'liq ishga olsangiz dedim. Kamida 2,5 ming dollarlik yurist olishingiz kerak dedim. Keyin u menga savol berdi. Endi kattaroq firma, ya bu ko'p-ku dedi. Siz dedim, nimadan kelib chiqib gapiryapsiz desam, mana dedim, mana oddiy ishchilarimga, menejerlarimga, sotuvchilarimga 400 dollar, 500 dollar beraman dedim. Mayli, keling masalaga boshqacha yondashaylik dedim. 1 million dollaringizni 2 million dollar qilish uchun necha pul sarflaysiz dedim mana. Ishchilar, boshqalar hamma hujumkor qo'shinda bular. Menejerlar, boshqalar treninglar o'tkazadi, boshqa qiladi, o'qitadi, boshqa qiladi desam,
muncha xarajat qilaman dedi. 25 ming 30 ming dollarga yaqin xarajat qiladi. O'sha shofyorlari bor, sotuvchilari bor, direktor o'rinbosarlari, HRlar ham o'sha har bitta xodim bilan gaplashib ana qiladi. Endi sizga savoldim. 1 millionni 2 million qilishingiz uchun 30 ming dollar sarflab turibsiz dedim. 1 millionni 0 dollar bo'lib qolmasligi uchun kim javob beradi dedim. Bormi birov qarab o'tiradigan odamga dedim. Bir qonunni buzilmasligiga, sizni ertaga xavf har tomondan kelishi mumkin. Oddiy kimdir kelib turib, hujjatlarni qanaqadir qalbakilashtirib, pullaringizni o'zlashtira olmasligi yoki qaysidir yuridik nuqtai nazardan qarab turib, sizni pullaringizni olmasligi yoki soliq qonunchiligini buzib, hozir jarimalar ham kichkina emas. 20% jarima qo'yib yuboradi. Misol uchun soliq qonunchiligi bo'yicha jarimalar qilib, boshqa qilib, oxirida nolga tushib qolmasligingizga bitta odam bo'lsa ham bormi desam, yo'q dedi. Ko'rdingizmi? Hozir shu javobingizdan kelib chiqib turib aytmoqchi bo'lganim, boya 2,5 ming dollar dedingiz. U Endi bu katta firma-da. Ishchini firma uchun firmani ishga olsangiz, to'g'rimi? Ishchi olsa bitta agar yaxshi o'sha hamma tarafni tushunadigan 2,5 ming. Agar o'shani kompaniya qilib oladigan bo'lsa-chi. Unda 500 dollarlar, 600 dollar mashinaqalarga bemalol naqd qila oladi. Ancha ekonom bo'lar ekan. Ancha ekonom bo'ladi. Shunda hozir o'sha 5 barobar arzon bo'lyapti. Sababi u firmani nechtadir kompaniyalari bor. O'sha kompaniyalardan topayotgan tushumidan kelib chiqib turib, o'zini boqib ola oladi. Bitta ishchini oladigan bo'lsangiz 2,5 ming dollar to'layotgansiz. Shunaqa. Endi keyingi savol, agar siz o'sha firmani o'zingizga oladigan bo'lsangiz, u bilan shartnoma tuzdingiz. O'sha firmani asosiy ishlari siz aytganingizdek 1 million dollarlik firmani 0 dollar bo'lib qolmasligi uchun oldini olish. Shunaqa. Shu firma hamma hujjatlarni ko'rib chiqqanida ham aytaylik, qanaqadir muammo paydo bo'ladigan bo'lsa, u firmani aybi bilan, u holatda nima bo'ladi? Yurist ko'rgan bo'lsa muammo chiqmaydi o'zi aslida. Yurist ko'rmagan bo'lsa, muammo chiqqan bo'lsa, sud bo'lsa, boyagi firma o'zini anaqalarni, advokatlarni demak ishga yo'naltiradi. Qaysi soha bo'yicha muammo chiqqaniga qarabdi. Mana soliq masalasi bo'yicha soliq bo'yicha tushunadigan odam yuboradi. Agarda fuqarolik holati bo'ladigan bo'lsa, qaysidir fuqaro bilan yoki iqtisodiy holat, qaysidir tashkilot bilan mana qanaqa desiz, men yurist bilmayman. Siz finzaym berib yubordingiz bitta firmaga. U finzaymi qaytarmayapti. Moliyaviy qarzni qaytarmaydi. U yurist bilmaydi uni. Keyin aytib turibsiz telefon qilib, men bir 1 milliard so'm yo 500 million so'm finzaym beruvdim, qaytarmayapti. Shuni nimadir qilib beringlar desiz. MCH yo'nalishini, biznes yo'nalishini tushunadigan advokatni firma ishga tushiradi. U borib o'sha yo'qotgan foyda, zarar, boy berilgan foydalar hammasi bilan undirib orqaga olib keladi. O'sha undirilish bo'layotganida o'sha bir oylik to'lanadigan 500 dollar ichiga kiradimi yo qo'shimcha ravishda firmani ham to'laydi? Uni siz gaplashishingizga bog'liq. Asosan kirmaydi. Shu 500 dollar to'laydi, shu bilan misol tariqasida olaylik, 500, 600, balki 1000 dir. Sizni men o'ta ish hajmidan bilmayman. Siz necha marta bezovta qilasiz, necha marta har bitta hujjatni berasizmi, bermaysizmi yoki sizni ishingiz bo'ldi, aniq yo'lga qo'yilgan, lekin qaysidir firma qarab tursin baribirda berib turibsizmi? Yangi ochilayotgan firma, mana yangi ochilayotgan paytda hamma narsasini qilish kerak. U va yurist ochilayotgan firmani yo'nalishini belgilab beradi. Soliq yo'nalishi bo'yicha ham, boshqa yo'nalishlar bo'yicha ham, kadr masalasi bo'yicha ham hammasi bo'yicha ishlaydi. Yo'q, o'zi ishlab turgan firmada, lekin o'sha hamma narsasi ishlaydi, hamma ishini biladi. Ora-orada muammo chiqib qolishi mumkin degan masala bo'lsa, mana bunaqa narsada qarang. Sizni xos savolingiz mana bunaqa. Mana o't o'chiruvchilar bor, pajarnilar. Pajarnilarga oylik berib turibsiz. Shunaqa. O't yonib ketsa ham keladi, o'sha oylik olganki kelib o'chirib ketaveradi. Bu alohida summa, o'sha 500-600 dollar. Lekin siz boshidan keldingizda olib keldingiz, bir Amazon anaqasi yonishni boshladi, bir daraxtlar yonib turibdi. Buni o'chirish uchun boshqacha narsa. Chunki bunda anu ishlarni tashab bu bo'yicha urishish kerak. To'xtamasdan, voy sizni yangi firma ochayotgan paytingizda yo'lga qo'yib berish kerak, firmalarni ochish kerak, registratsiya qilishlar uchun hujjatlarni tayyorlash kerak, ustavni boshidan to'g'ri qilish kerak. Nechta sheriklar bittasi kelmay qolsa nima bo'ladi, kelsa nima bo'ladi? Hammasini oldindan o'sha muammolar kelib chiqishini oldindan yozib, to'g'rilab chiqish kerak. Katta ob'yomli ish talab qiladi. O'shandan kelib chiqib, har bitta holat bo'yicha alohida gaplashiladi. Va o'sha yong'in bo'lib qolsa, kelib o'sha 500 dollar doirasida urushib ketaveradi. Muammosi yo'q uni. Juda qiziq. Hozir agar ruxsat bersangiz, biz suhbatimizni tamomlaymiz. Shu tamomlashimizdan oldin mana shu maktab bitiruvchilarga, abituriyentlarga nima tavsiya qilgan bo'lardingiz? Shu o'qishga kirishdan oldin shu narsalarni aytib o'tsangiz. Endi o'qishga kirishdan oldin avvalambor o'zlarini nima soha yoqishini bir ko'rsinlar, qaysi soha yoqadi. Lekin qaysi soha yoqishidan qat'iy nazar, endi u bizning paytimizda unaqa imkoniyat bo'lmagan, hozirgi o'xshagan xususiy
yuridik soha bo'lmagan, juda ko'p odamlar kirishni xohlardi, kira olmagan. Misol uchun mana 30 ta bola topshirgan bo'lsa, bir 2 ta bola kirgandik. Butun bir tayyorlangan, o'sha kursda tayyorlangan boladan o'qib kirganmiz-da biz ham. Hozir hamma o'qib kirishku deydi. Boshqacha qanaqa kirish mumkin deydi. Hozir tushunmaydi. U paytda shunaqa edi bilasiz. O'qib, tayyorlanib, qiynalib boshqa kirganmiz. Agarda imkoni bo'lsa, mabodo qaysi yo'nalishni hali ko'ngli yoqayotganini bilmasa, yuridik sohani tanlasin. Nima uchun siz, misol uchun siz men biror bir sohani yomonlashdan yiroqman. Men misol tariqasiga keltiraman. Hurmat qilaman har qanday soha egalarini va har qanday sohani. Misol tariqasida oling, biologiya sohasini o'qidingizda yoqmadi. Bo'ldi, siz boshqa sohaga kirib ketdingiz, ikkinchi mutaxassislik qilib ish o'qidingizda, ikkinchi mutaxassisingiz bilan ishlab ketdingiz. Hayotingiz davomida mana bu olgan 4 yilda olgan biologlik bilimingiz kerak bo'lmasligi mumkin. Lekin siz xohlaysizmi, xohlamaysizmi, o'qiysizmi, o'qimaysizmi, har doim to hayot ekanmiz, to mana shu hayotdan ko'z yumgunimizcha yuridik bilim kerak bo'ladi. U nikohdan o'tasizmi, ajraladimi, xudo ko'rsatmasin, uy xarid qiladimi, avtomobilmi, sotadimi, qarz beradimi, qarz oladimi, biror bir narsa xarid qiladimi, xarid qilganda unga yetarlicha sifatli xizmat ko'rsatiladimi, ko'rsatilmaydi. Hatto samolyotda uchishida ham mana Rasul Kusherbayevga bo'ldi-ku, sal noqonuniy harakatlar bo'ldi. Ba'zi samolyot uchadigan tashkilotlar tomonidan ular uzr so'rab chiqib, o'zbek tili o'sha yerda joriy qilish bo'yicha kelishuvlar bo'lib, o'z majburiyatlarini oldi. Hatto osmonda uchsangiz ham, suvni tagida suzsangiz ham qonunni bilishingiz kerak bo'ladi. Bu sizga ishlamasligingizdan qat'iy nazar kelgusida kerak bo'ladi. Mabodo ishlasangiz foydali, ya'ni 2-3 barobar, 10 barobar ko'proq foyda bilan olasiz. Mabodo ishlamagan taqdiringizda ham o'zingizni himoya qilasiz. Boy bo'lib, investitsiyalaringiz ko'payib ketsa ham, kimdir kelib sizni noqonuniy pulingizni olib qo'ya olmaydi. Mabodo nimadir bo'lib qolgan taqdirda ham, xudo ko'rsatmasin, ishingiz o'xshamagan taqdirda ham, boshqada ham siz ishlab keta olasiz. Va har qanday sharoitda ikkita mutaxassisga, o'zi doktor bilan yuristga talab bo'ladi. Chunki tirik jon ekanmiz, kasal bo'lamiz. Misol tishimiz og'riydi, boshimiz og'riydi, ko'zimiz og'riydi, misol tariqasida. Va jamiyatda yashayotgan ekanmiz, doimiy huquq masalasi ko'tarilaveradi. Men tavsiya qilganim o'sha, yana qaytadigan bo'lsak, yo o'zlarini xohlagan ko'ngillariga kirsinlar va harakat qilsinlar. Yuristlikni ham bitta o'qib qo'yish kerak. Agar yo'q, men hozir bilmayman desa, oldin yuristlikni bitta o'qib olsalar zarar qilmaydi. Foyda qilsa qiladiki, zarar qilmaydi. O'qishni bitkazmasdan turib ham bu misol uchun 30 millioncha katta pul emas-da o'zi. 1 yilga bo'lib tashlaysiz. Hozir bog'chalar 3 million, 5 million oylik to'lovdi. Agar ko'paytirsangiz 60 million, 50-60 million bo'ladi. Ikkinchi, uchinchi kursdan mabodo obeddan keyin, o'sha tushlik vaqtidan keyin bo'sh vaqtimda ishlayman, da'vo arizalar yozaman, boshqa qilaman, nima deydi, mashinaga hujjatlarni demak o'zim yozib beraman, boshqa qilaman, faqat ko'rib chiqib anaqa qilasiz desa, yordamchi bo'lib ishga tushadigan bo'lsa, yurist yordamchilari bo'lsa, 3-4 million oyiga bo'lib tashlasa, hozir 2,5 milliondan to'g'ri kelib turibdi-da, bunday qaraganda. U 2,5 millionni bemalol topib, undan ham ko'p pul topadi, o'qib turgan paytda ham. Unda hozir mana bizning universitetimizda уже 100 taga yaqin yurist o'qiyapti. Sizni firmangiz bor. Agar bu qoluvchilar bo'lsa, qiziquvchilar bo'lsa, siz firmangizga murojaat qilsa, ishlasa bo'ladi. Oyligi kamida 2,5 million oylik olsa bo'ladi. Mana advokatlarga ham yordamchilar kerak edi. Men tavsiya qila olaman. Mana bu advokatga boring. Advokatlarga ham yordamchilar kerak. Misol uchun oddiy men sizga misol aytaman-da, endi bolalar anaqa qilishga, bolalarga kerak ham bu narsa. Mana hujjatni olish kerak edi, iltimosnomani olib borib, demak, ichki ishlar boshqarmasiga kirib, munchixonaga, kanselyariyaga topshirish kerak. Qo'l qo'ydirib olib olish kerak. Ha, qo'l qo'ydirib olib olish kerak. Buni jarayonni ko'zi bilan ko'rishga baribir qiziqadi-da bolalar. Tajriba kerak. Tajriba kerak, lekin ko'ravergan odamga u kerak emas-da, vaqt yarim kun vaqtini olib qo'yadi. Misol uchun mana shunaqa joydan juda kerak-da, advokatga, "Men sizga" deydi, "Uka" deydi, "Shuni olib borasiz, mana bu joyda mana yo'l kirangiz, taksi pulingiz" deydi. "Konditsionerli taksi chaqiring" deydi. "Mana yo'l kirangiz, borib topshirib olsangiz bo'ldi" deydi. Men eng oddiy ishni aytib turman. Voy, nima, men bilimim so'ralarmikin, qaysidir anaqa kerakmikin, qaysi kitob o'qish, yo'q, emas. Oddiy shundoq olib borib, bilib, ha, mana bunaqa topshirilar ekan, mana bunaqa olinar ekan, bunaqa qilishim kerak ekan, yoki sudga borib xatni topshirib kelish kerak, prokuraturaga borib, yoki bo'lmasa da'vo arizalarni yozish kerak, yoki bo'lmasa mana bu deydi, kichkina ishni o'qing deydi. Menga keyin xulosalaringizni ayting deydi. Yozib chiqing, nechta odam bo'lgan, o'shaning ichida qaysi nima o'g'irlagan, kimga ko'rsatmay yoki urush paytida 5 ta bola, mana bu 3 ta bolani uribdi,
3 ta bola kimga nisbatan yetdi? Mana bu urudi, mana deb bitta sxema qilib bering deydi. Birinchisida qila olmasa, ikkinchisida qiladi, ikkinchisida qila olmasa, uchinchisida o'rganadi. Mana shuni o'rganib sxema qilishga ham 5-6 soat vaqt ketadi. Bola u o'qib anaqa qiladi. Advokatga bu narsani kimdir qilib bersa, juda xursand bo'ladi. Bunaqa narsalar ko'p. Bolalarni o'zi ham agar xohlagan bitta firmaga borib turib, men aytaman. Yoki bo'lmasa mana bizaga emas, misol uchun oddiy misol aytaman. Bizaga kelsa, biz ham qo'l ko'taramiz. Qani deymiz. OLXga kirsin, Headhunterga kirsin. Qanchadan qancha yurist yordamchisi kerak. Mana shu agar 3 million, 4 million desa, ko'ziga surib oladi. Men o'qib turibman, o'quvchimasa oladi. Shu siz aytganingizdek, qo'shimcha qo'llar kerak. Qo'shimcha qo'llar ular juda ko'p kerak. Chunki bir vaqt o'zida aytasiz, advokatlarga umuman yetishmovchilik juda katta. Juda katta. Sizlarda qancha ko'p yordamchilar bo'lsa, shuncha ko'p ish ola olasizlar, shuncha ko'p odamlarga yordam qila olasizlar. Shunaqa. Qo'rqmasdan huquqshunoslik fakultetiga topshiraversin. Bugun mana siz ochib ko'ring, mana topshirishdan oldin mana bozor o'rganish kerak-ku, bir sohaga topshirdi. OLXga kirsin. Yurist, pomochnik yurist degan narsalar bor-da. Yurist yordamchisi deb bitta yozib ko'rsin. Headhunterga yozib ko'rsin. Ana ish bor degani bor. O'shalarga yozib ko'rsin. Umuman internetga, Google'ga yurist yordamchisi deb yozib ko'rsin. Oyliklarni ko'rishadi. 10 million, 12 million yuristlarning oyligi, yordamchilari 6 million, 8 million yurist yordamchisini. Agar 3 million tushsa ko'ziga surib oladi. Mani gapim bo'lib qolmasin-da. Shuni internetga kirib Google'ga O'zbekistonda yoki Toshkentda yurist yordamchisi deb yozsin. Pomochnik yuristi yoki yurist yordamchisi. Agar ingliz tilini biladigan bo'lsa-ku, вообще mana juda maza. Unda 3 million emas, 10 million oladi. oladimi? Bu juda yaxshi bo'ladi. Sababi hozir mana xalqaro firmalar kirib kelishni boshladi O'zbekistonga, juda kerak bunaqalar. Shunda unda yuristlarga tavsiya qilamiz. Qancha ko'p tilni bilsa yaxshi, ingliz tilini bilsa undan ham yaxshi. O'sha siz aytganingizdek 3 million emas. Undan ham ko'p oylik olishi mumkin. Faqat oldida turadigan narsa o'qish kerak, o'zini ustida ishlash kerak. Hammasi yaxshi bo'ladi. Men kecha gaplashdim-da, mana shu mavzuda Amerikada ishlab kelgan bir inson bilan gaplashdim, o'tiribmiz, gaplashib o'tiribmiz. Siz Amerikada yurgandingiz, yaxshi anaqa dedingiz, bu yoqqa keldingiz. Endi bilasiz, xapomis o'zbekchilikda oylikka qiziqadi odam. Bu yerda oyligingiz yaxshimisan? Yo'q, bu yoqda yaxshi topaman Amerikadan dedi. Keyin men unga savol berdim. Xo'p, advokatlarchi yo yuristdan necha pul topadi desam, oyiga 30 ming, 40 ming topadi dedi. Kami dedi, mana 30-40 ming oyiga Amerikada topadi dedi. Biz hozir 3 million 200 dollar haqida gapirib turibmiz. Bolalarni chalg'itmaylik. Agar ingliz tilini biladigan bo'lsa, ketsin Amerikaga. Mana sizlarniki xalqaro diplom-ku. Xalqaro, mana boradi, o'tadi o'sha joyga. Borsin-da Amerikadan 30-40 ming dollar oyiga topib, menga aytgan gapini aytib turman. Misol uchun, u Amerikada yashagan, Angliyada yashagan, juda ko'p davlatlarni ko'rgan bir akamiz, xolos men tanishtirishim mumkin. Yo'q odam emas, boshqa emas. Kim haqida gapirdiysa, mana deb ayta olaman, misol uchun. O'sha bizani bir xalqaro tashkilotni biz himoya qilib turibmiz. Uni ishonchli vakili O'zbekistondagi. Ishonchli vakili o'sha odam bilan gaplashib o'tirganimizda aytdi. Amerikada dedi 30-40 ming topadi dedi. Men o'yladim, endi yillikmi boshqami demoqchim, oyiga dedi, kamida 30-40 ming topadi. Endi ish hajmidan kelib chiqadi, u yoqga ketaveradi. Soatiga oylik olaveradi. Soatiga ish hajmidan kelib chiqadi. Keyin boya siz aytganingizdek, agar o'zi bir kattaroq ish topsa, o'sha foizga gaplashadi-da. Mana bitta qizimiz misol uchun hijobini yechtirgani uchun New York politsiyasidan 2 million dollar oldi. Men dedi, o'zimni xuddi yalang'och his qildim dedi. Rasmga tushirganda hijobingizni yechib turing degan New York politsiyasini sudga bergan 2 million dollar oldi. Misol tariqasida oldi. O'shanda advokat qatnashmagan. U nimani bilmaydi-ku. Advokat qatnashgan, kamida o'sha yerda chorak pulini 25% ni olgandan 500 ming dollar oldi u. 2 million dollar choragi 500 ming bo'ladi. Agar sizlarning universitet, agar men 18 yosh bo'lganda ochig'ini aytaman, men sizlarning universitetlarga kirib, ingliz tilini yaxshi o'rganib, u yoqda bu qayerdan pul topib bo'lsa ham, kreditga olib bo'lsa ham, bilaman, uyni sotib bo'lsa ham, iltimos ota, ona bir 500 dollarga kvartirada turib turinglar deb bo'lsa ham, o'sha oxirgi 4-yil Amerikada o'qib, o'sha joyda qolib, litsenziyasini olib turib, keyin ota-onamga yana ham kattaroq uy sotib olib berardim-da. Agar menda o'sha paytda shunaqa siz hozir mana yoshlarga beradigan imkoniyat boshqa bo'lganida, mana sizning institutlarga, men kirardim sizning institutlarga. Uyimizni sotib bo'lsa ham 4-yil borib Amerikada o'qib, ikkita diplom olib, o'sha yerda qolib 30-40 ming dollar oylik olib, katta anaqani berardim. Bu hozir endi bu kulgili bo'lib qolish kerak emas-da, 3 million, 5 million. Siz shu daraja 30 million so'm juda arzon bu.
Juda arzon. Hozir yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Hamkor universitetimizning yillik kontrakt puli $44,000, lekin biz universitetimizdan borgan talabalar uchun juda katta chegirma berishgan. Yiliga atiga $14,000 to'lab diplom olsa bo'ladi. Nima? $14,000 hozir bitta jentrani pulimi bundoq qaragangizda? Bundoq o'ylab qo'ying. $14,000 o'sha topadi-da odam agar xohlasa topadi. U borisi o'zi ham topa oladi u yoqdan ham. Xuddi hozir biz ham bitta 3 million 5 millionni o'zi o'qish paytida ham topadi deganimiz. Pizza sotib topib turibdi-ku bolalar. U yiliga $14,000, oyiga $1,300-$1,400 dan to'g'ri kelib turibdi. Misol tariqasida shu o'qishni o'sha yerda tugatib olardim deyman. Agar 18 yosh bo'lganimda, voy aytdingiz-ku, borib maza qilib keyin bu dahshat bu. Agar yo'q demasanglar, men o'zimni ham bir ikkita tavsiya qiladigan insonlarim bor sizlarning institutlarga. Men anaqa qilaman, tavsiya qilaman sizlarning institutlarni. Universitetimizga taklif qilamiz. Vaqtingiz bo'ladigan bo'lsa, kelsangiz, universitetni ko'rsatamiz, talabalar bilan uchrashtiramiz. Shu mana siz berayotgan motivatsiya talabalar uchun juda zarur deb bilaman. Bugungi qilgan suhbatimizdan juda maza qildim. O'ylaymanki, shu videoni ko'rayotganlar uchun ham juda foydali bo'ldi deb o'ylayman. Kimdir yana nimadir savollari bo'ladigan bo'lsa, shu videoning tagida kommentariyalar berishsin. Va'da qildingiz, o'sha kommentariyalarga o'zingiz javob berasiz. Javob beraman. Agar ko'rmay qolsam, iltimos eslatib qo'ysanglar, men bu odam savol bergan ekan, javob bering desangiz, men albatta javob beraman. Eslatamiz. Rahmat kattakon. Rahmat, charchamanglar. Rahmat.